Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüş qarindaşlar. İlminin zakitini belgələ 3-cü sən proqramımızda Dr. Muhammed Abdullah qarindişimizlə söhbət elvatımız. Bununki ikinci qismida, ikinci bölümüdə Amerikada oxuş və xizmət, həm chet eldə oxumaqçı olğanlara məsləhət toğruluq biraz sözləşimiz. Ondan keyin İslam və Amerika evlat terbiyesi, en ahırda yulgun türleri ve hemkarlık, doğruluk sözleşimiz. Muhammed Abdullah benden, siz bu Amerika'da okuş ve hizmet hakkında özünüzdeki biraz tecrübelerini, Amerika'daki hayat kanda oldu, normal adam, az American Dream dep, hem Amerika dep, Amerika çıkışını, şeyde okuşunu, hizmet kılışını oylaydıgan, bunda keyfiyatlar bek oğunuşup getirilgen şu. Bu cihetlerde qanday bir nasihatlarınız var, məsləhətləriniz var. Şunu anlap baxsaq sizdə. Asasen qaysı nokta merkezleştirip? Mesela okuş cihette siz hələ yaxşı nəticə qazanğanlarının birisi. Şu an okuş cihette biraz sözlər bəsiniz, ondan keyin xizmət cihətdən olsun. Okuş cihetten mesela vatandaki okuşlarga nisbeten aytgan çağda birinci to'salg'i ko'pincha vaqtida ingliz tili. İngiliz tili bo'lgan chaqda biz balki hozir o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Biz o'rgangan vaqtlarda ingliz tili hech qanday darsi bo'lmagan endi o'rta maktablarda. Şu xanzur tilini chet el hisobida masabda ishga qatim degandek dars bo'lib, qolganim narsa uyg'urcha dars bo'lgandan keyin men yangi oliy maktabga chiqib tayyorlikda cho'ng'ida 1 yil o'qidim. Bu jarayonda to'satliq xanzur tilini asl chet el qilib hisobida o'qiyotgan o xanzur tili yo'qolib, hamda normal til bo'lib o'qitish tili. Ingliz tili to'satliq jiddiy o'rganish tegishli bir til bo'lib qoldi. Meningcha Uyghur o'quvchilarningki fursati bo'lsa imkon qadar oliy maktabda saqlab o'tamasdan baldıroq shunga tirishib o'rganib, endi faqat darsga to'xtab qolmay, men chunqiroq o'rganish kerak deb o'ylayman. Chunki mesela men bu 1 yil shu normal boshqa matematika, fizika, ximiya, siyosat degan shu darslardan boshqa İngilizceni qo'shimcha qilib o'rgandik. Endi garchi dars o'simi aytdi az, chunki 5-6 xil dars bor, normal darslardan shu yerda tayyorlab o'qiyotgan chaqda. Bunun şu dersin sırt öğrenip 1 yıldan keyin men şu Şanxayga borgan chaqda men boshqa o'quvchilarni ko'rdim, boshqa xanzur o'quvchilarning avvalini. Ular garchi 6 yil, mesela Şanxaylikning avvalida 10 yilga yaqin İngilizce öğrenip oldum şu nimaga chiqqicha. Lekin endi ko'pincha darsliklarni shu xanzur o'quvchilar ham darsliklar shakllanib qolganligi uchun men şu o'zimning 1 yil tayyorlik asosan yetishib, yana 1 yildan keyin misalni oldida o'qimagan shu vaqtda. Şu qabay degandek mesela 3-yil chiqqan ko'pincha Şanxayga o'qishim ko'pincha 3-darajaga chiqib qolgan. Men 1 yildan keyin yangi chiqmagan chaqda 1 yildan qanday 1-darajadan boshlab qolgan. 1 yilning oxirigacha 4-darajam tugidimdi shu nimada. İşini boyunca aldan qatadım. Ala bular o'tdim 4-daraja imtihon 1 yildan keyin. Shuningdek lekin bundan chiqib vaqt keldim, chunki oliy maktabga kelib qildigan, o'rganadigan nasl ko'p. Endi meningcha agar baldıroq shunga demakchi bo'lgan nuqtam 2 nuqta. Birisi shu baldıroq boshlash, yani birisi şu baldı başlaganlıqla, yani şu özünün faqat şu o'tgan darsga to'xtab qolmas. Chunki abayligindagi mesela 10 yil o'qigan o'quvchilar men 1 yil atrof o'tgandan keyin asosan tanlashib yaxshilab qoldi. Chunki endi ular shu o'zining darsiga o'tgan grammatikalarni shakllanib qolgan. Men bo'lsam imkon qadar so'zni jiqroq o'rganib, grammatikani eshitgan. Ba'zi vaqtlar grammatikalarni hech qanday o'rgangan odam bo'lmagandan keyin o'zigim o'rganganimda ingliz tilini. Şu faqat o'zim ko'rib bo'lmasam qiyoslarla belki ma'nini bilish kerak. Ma shakldagi jumla deb o'tib ketgan patam 5-ni oyati ko'p vaqt sarf qilish to'g'ri keldi. 5-ni yetishib yaxshi nima qilishga. Menimcha buni yaxshi o'zining kasbiy jihatimi, ingliz jihatimi
ingliz tili jihatdan yaxshi menimcha agar fursat bo'lsa imkon qadar shu balduroq boshlash, lekin asosini puxtaroq dars qilib beqilib qolmasdan boshqa kichik kitoblar, hikoya kitoblar, kasbiy o'tgan maktabda o'qishning kasbiy kitoblari shuni masalan fizik darsini oddiy bir fizik darsini kelib o'qishlik desak ham ba'zi narsalar atalg'unni qanday ishlatish, resmiy tilni qanday ishlatadi, tekstlar degandek. Men hozir his qilganim ko'pincha vatandan chiqqan o'quvchilar ko'payib ketdi shu yaqin oyog'i. Ko'pincha shu ota-onalar kuchab yaxshiroq bir kelgusi bo'lamdiki farzandlarimizga deb chiqqan o'quvchilar, lekin ko'pincha o'zim his qilishimcha ular aslida tuzuk inglizcha o'rganmagan, u yerga borgandan keyin qarashqa inglizcharoq yaxshi so'zlagandek turgan bilan ko'pincha shu ko'ch til ham mana shunday shu oddiy kundalik ishlatadigan so'zlarning bir qismini o'rgangandan keyin shuni bilan oslab qoldigan bor. Chunki o'zining kundalik turmushining o'zidan chiqqan bilan shu bola maktabga kirsa, uning talab qilingan ingliz tili bu ko'chidagi normal ishlatadigan yoki odatiy kundalik turmush ishlatadigan tildan yana bir daraja yuqori bo'ldi. Chunki u o'ziki aslida ishtiqligini olgan tili, masalan, ilmiy maqola yozadigan yoki doklad yozadigan narsani shu tipdagi faoliyatni qilsa tez. Shunga meniki bergan taklifim endi shu agar endi Amerikaga chiqishni saqlamasak ingilizcha o'rganishda. Ko'pincha amaliyotda shu Amerikada cho'ng'igan, shu yerda o'qib, maktabga kirib cho'ng'igan bolalar ingliz yaxshi. Lekin sirtdan kelganning ichida shu ingliz eng yaxshilari, ya'ni shu burun inglizchani Amerikaga kelishdan burun o'rganganlar. Va shu Amerikaga berib, mana men inglizcham shu yerga borgandan keyin yaxshilab ketdi deganda ko'pincha shu o'zini. Chunki biz masalan Amerika o'qish berishdan ilgarida nurg'on tekstni ko'rib, o'xshash hech qaysi bir endi maktab ishini qilaman, normal turmush, kundalik turmushim qilib ishlaydi deb o'rganmaymiz endi. Imkon qadar cho'nqurroq o'rganib, har xil kitobni ko'rib degandek imkon qadar kengroq qilishtirishimiz, imtihon berish jarayonlarida nurg'unlagan so'zlikni o'rganish kerak, nurg'unlagan tekstni o'qib, shuningki tushunish qobiliyatini sinaydigan savol bo'lgandan keyin men ham shu uni faqat imtihon berish emas, hamda agar o'zi qiziqqan turida, masalan, o'zi agar ma'lum bir fanga qiziqishning kitoblarini, agar adabiyot qiziqsa, inglizcha roman degandek yaxshi romanlarni topib o'zi o'qib, normal tabiiy holda o'zining saviyasini o'stagani yaxshi. Lekin mening ham hozirgacha chiqqanim shu ko'pincha vaqtda sirtdan kelgan, ya'ni Amerikada cho'ng'igan bolalar bo'lsam, ko'pincha shu inglizcha jihatini yuzaki al to'xtab qilib, undan keyin shu odatdagi cho'nqurlab o'qishga kirolmay, shu normal ish bilan, qarashlar bilan turib qolgan o'quvchilar ko'p endi. Bizning shunda Turkiyada shunda ingliz tili ham boshqa bir til, Turkiya va Uyg'urcha bilan yaqin bir til shu, Turkiya turkchasi. O'sha kelganda mana shu voy biz bilimizga o'xshash shu keyinga kelib o'zgarsak bo'ldi ekan deb o'ylab yaxshi tayyorlik qilmayotgan, undan keyin oliy maktabga boshlagandan keyin dars yetishmay qolgan mana bir kayfiyat bor. Balkim Amerikaga berishdan burun faqatlab shu ingliz tilini o'rganib oliy maktab o'qimagan bolalar bo'lishi mumkin. Oliy maktabda o'qib ingliz tilida saviyani yetarli asosini saqlagan bolalar bo'lishi mumkin. Hamda men o'ylayman hozir shu pishman qilgan bir ish bor. Men shu TOEFL va o'xshash bir imtihonga tayyorlik qilib imtihonni berib baqsam bo'pti ekan deb. Hozir men ingliz tili bilgan bilan bir yerga borsam, ingliz tili xalqaro saviyadagi imtihonlarniki nimasi yo'q-da, menda hujjat yo'q, guvohnoma yo'q. Endi o'qigandan keyin hatto shu Turkiyada o'zim doktorlikda o'qay desam, men shu inglizcha saviya talab qildi ekan shu. Demasam, ingliz tili mayli o'qimasam, hatto doktorga, magistrlik o'qimasam, odatda bir xabarlardan foydalanish, odatdagi bir dunyo tilolati kelib qilingan shu. Shu hamda asos degandek, agar haqiqatan bu o'qish niyati bo'lsa, ingliz saviyani yaxshi sog'ini, ingliz asoslini muhim hamda. O'zining kasbini yaxshi o'rganish kerak, ham shu chiqishdan o'zi qiziqayotgan kasbga. Chunki
İngilizcelerim Şanghay'daki vaxtımız oxucularım da faqat İngilizce'de hem de vasıta mı diyeceğim çağda. Mesela Amerika bağlandıkken hem de mutlak köp kısmından İngilizce yaxşı, İngilizce yaxşılıq olan bir yani o kişininki artışlap ketmedim ya bağlandıkken ki o artışlığı xudi yoqqan xuda mesela İngiliz xanzatlı oxugan Uyğur oquşlar içkiri olğandan keyin xanzatçı bilgini paydalıq, lekin o men xanzatçı bilmen deganlik bilan şu mesela içkirdeki normal xalqlar arasında artışlıq emas. Mənim degidek xanzatçının yaxşı sözlər şu zaman. Şu Amerika bağlandan keyin bu İngilizce bilgini yaxşı, vasıta, obdan kirişki turmuşun normal yaxşı başlaşıqı paydalıq, amma ən axırqı hesabdan şu oxucuya özününki kəsbini tanlap, şu kəsb kiriş kerak. Şundan sonra İngilizceni faqat İngilizceni öyrənib başqa nərsəni öyrənməyə, onun sözünün kəsbi yaxşı olğan bilan İngilizcəni çıxarıb qalsa, yəni avarçı yaxşı olğan bilan iki cəhətin təmin küçəş kerak. Yəni Uyğur oxucularına nisbətən qiyinçilik köp həm şu mesela abay degəndə mesela bizninki vaxtlarımızda əsasən şu xanzutlu çetel qatarda ali məktəb bağlandan keyin xanzutlu boyunca dərs oxuyub onun yetişdiyini sırt, ondan keyin İngilis tilində yəni yaxşı öyrənib yəni çetel çıxaraq bulaşın köprək vaxt gedəm çünki əslindəki özünün tili olmayan bir tildə dərs oxuş, ondan sırt yəni bir çetel tilini qoşub öyrənib bu ali məktəb oxuşunu bitkizgiçə hem imtihanlarını tüyütüp hem normal kiriş için ali mektep kiriş için ciddi turiş gerek. Bunu hem de kesbi cihetini takım yaxşı okuyman deyişim şu imkan kadar baldırak İngilizcini yaxşıraqlap puhtulap bassa hem de özüge sel jıqraq vaqt açıdan kesbi cihetini. Hatta belki siz mes qılğan olsunuz mümkün. Bir chet el tili öğreniş üçün hatta özünün ana tilini, Uyğur tili grammatikasini, şunam ya, Uyğur tili edebiyatıda yoki onun bir yaxşı asası bolsa İkinci bir tilini öğreniş üçün, ikinci bir texmi ilgirilep okuş üçün texmi mühim bir rolu var da boylayma. O doğru çünkü mesela adi grammatikалық fuqumla mesela sözününki bölünüşü mesela sempil, reveş, süpet degende. Onunki mesela ötümlük piyel, ötümsüz piyel degan adi fuqumla, lekin şunu yaxşı düşünmese mesela bir söz ötümlük piyel olsa bir işletilişi bir xil, ötümsüz olsa onun başka qo'shimchalar bilan qatib ishlatilishi kerak ham shunga asosan. Shu fuqumlarni ishlatishdan ochiq olsa uning alohida tushuntirishning hojati yo'q, deb ketmaydi. Meningki ish qilishimdan xanzatil grammatika herhalde bir qadar oddiy. Xatlar yozilish jihatdan murakkab bo'lsa, grammatik oddiy, nurg'un narsalarga yana bir chet tilini o'rganmaguncha ba'zi grammatikalik fuqumlar taqashmaydi hamda. Xanzatil o'rganishlar ba'zi fuqumlar taqa uçaq işi to'liqni qilmadi. İngliz tili o'rganishlarda men nurg'un yangi fuqumni o'rganish kerak shu tilga jihatdan. Lekin jiq fuqumlar Uyg'urchadan bor. Sen endi shu Uyg'urcha biz endi o'rgangan chaqda shu fuqum ochiq bo'lsa, ammo yangi bir tilni o'qigan chaqda faqat shuni tadbiqlabla ishtikimda o'tebek bo'ldi. Uni yangi bir butunlay fuqmagan bir fuqum qilgan chaqda. Shu o'zining tilini yaxshi o'rganish birinchidan, undan keyin xanzur tilini qancha yaxshi o'rgansa, shu oliy maktab chiqqan chaqda shu xanzur tiliga sarf qilgan vaqtim ozlaydi hamda to'liq o'tirib chiqishdim. Meyli qanday bo'lsin shu sharoit shunday bo'lgandan keyin mesela men çoğunlukla vaqtidami o'quvchilar, xarij o'quvchilar emniyat xanzur ingliz tilidan bekara xanzurcha jiqroq vaqt sarf qildi. Çoğunlukla tayyorlik qilgan chaqda. Chunki biz beriblar men aslida shu xanzurcha dars, mesela fizika, ximiya, matematika, tarix, siyosat, xanzur adabiyoti, ondan keyin inglizcha shu darslarni o'rganganimda tantarbiyaladim boshqa. Şunun hamısı şu xanzurcha o'tilgan. Lekin mesela bulanma fizik, ximiya darslarda, matematika fuqumlari kelgan chaqda aslida xanzur tili yaxshi o'qishning jiqroq vaqtda shu lug'at aqtirish bilan shu tekshildi. Endi men endi shu to'liq o'tirib vaqtimizda men zo'roq asosan garchi bir Uyg'urcha maktabda o'qigan bo'lsam, imkon qadar paylaşım materiallarına xanzurcha ko'rgan ximiya, fizik, matematika jihatdagi materiallarni. Oliy maktab chiqqan chog'da unga xil foydasi bo'ldi. Men xanzurchani bekrak inglizcha qilmamda xanzurcha asosan tushunish asosida shu inglizcha jiqroq darsni sirtqi vaqtida xanzurcha o'rganish emas, inglizcha o'rganishga sal vaqt ko'proq bo'ldi endi.
İngilizce chet el tili öğreniş to'g'riliq yapıp qoldi va o'zini bir tecrübesini qisqacha so'zlab o'tsam. Mesela ben beşide yapon tili o'rgandim, o'choq oldim shu so'zlarni yezib yozgan vaqtda uni talaffuz qildim yaponcha so'zni. Ondan keyin uyg'urcha deb aytdim shu. Bu holatda shu qo'lqam anglagandan keyin ishtik asti qoladi ekan, yozgandan keyin texmi u yozgan narsa unutilmaydi ekan. Evaz 5'e yazdım bir sözünü şu. 5'e yazı jarayonida shu talaffuz qilib shu tilda ondagi uyg'ur ismida bunday qildim. Keyin ingliz tilini o'rgandik. İngiliz o'rganish jarayonida avvaliga talaffuz qilgan so'zlangan so'z bilan yozilishi ba'zida o'xshamaydi ekanimiz shu. O jihatlarga qiynaldim. Kim birisi bir bayning bolasiga dars berish jarayonida men shu ingliz o'rgangan vaqtimda yapon tili orqali bir materiallarni yaponlar degandim o'chaqda shu. Men sen bir bana şu yapılan İngiliz öğrendiğim materyalini üretip versen, sen yaxşı lügatı meni üretip diken, onun da şu lügatın aktarışı jarayonida jiq şu anlık sözününki mazdar yiltizi ma'ulab, onun qo'shimcha qo'shilgancha da manda ma'nilik so'zga o'zgardi yoki oldiga deb shu. Bu jiq tajribalarim bo'ldi. Aytganlik chiqib tekshirib aytdim. Oldi bilan ham so'zlarni bir qator tushunib unuchu ko'rib, yezib, o'rganib bo'lgandan keyin undan keyin tekst ko'tdim. Tekstni o'ylab o'qiydim atdigini. O'qib, undan keyin o'ylab o'qish jarayonida u quloqqa kirgandan keyin ham talaffuz bilan bo'ladi, ham biroz hissiyot bilan jo'shqin kayfiyat shu. Masalan, o'ttar deganmiz, o'ttar, qop degandek shu bu harakatlarni birlashtirib qildim. Tekstlarni yodlaydim. Tekstlarni yodlab, undan keyin nimasiga o'tamiz uniki mashqlari bor. Mashqlarni o'ta işleyimiz yerde şu cümle tüzeş, boş vurulan tozuş diyendek şu bundak nimeler var. Bu cihetlerde okuş, anlaş, yazış. Benim bir şey işletiş, pratik kılış şu. Məlim bir şey terlikten tepip onun olan paranlışı burun uçaklarda biz o Konsa Mimarhanesi de Kızıldağ Mimarhanesi Mimarhan vardı. Yapılıkla adette şu özleri kelgen yapılıkla seyahat kılış için şeye kilipti. İşkisini aldığı berip Doktor Murat Orkunbağ'ı aşımı İngilizce pratik qilish uchun aşerga boribdi. Ba'zi odamlarni chiqib sirtda sayohat qildiribdi, haqsiz mulozimat qilib ingliz tilini praktik qilyapmanda. Hatto Murat ingliz tilini ajoyib yaxshi o'rgangan-ku, TOEFL imtihon bergan shu vaqtlarda. Shu og'iz mishalar va o'zgarib ketgan xuddi inglizlarniki zanqqa o'xshash bo'lib qolib, ayndaq darajada o'rganibdi. Şu o cihetlerde köprek hazır hem de internet var, dünyanın her kanada yerdeki adam bilen paranlaşalaydı o şunda ko İngilizler bilen yakışıyor. İngilizce filmlerini görüp diyendekçe onu tercüme kılıp o cihetlerde emeli praktik arkalık, emeli koloniş arkalık özünün sevmesini yukarı güterse siz diyende kesbi cihetlerde materyallerini görüp o tayarlıkını kılışı gerek. Hem de şu bu İngiliz tili to'g'riliq chet elda o'qish uchun shu o'qimoqchi bo'lgan davlatning tili to'g'riliq biroz yaxshi o'rganish to'g'riliq so'zladik. U yerda masalan siz magistrlik va doktorlikni o'qidingiz Amerikada, oliy maktabni Shanxayda o'qidingiz. Bu o'qish jarayonida siz 2010-yili George Mason universitetiga kiribsiz. Doktor açtı, tədqiqat bilan shug'ullanish demeniz 2010-yilgacha shu 10 yil jarayon ketibdimi sizning uchun? O'sha doktor açtı bo'lish nimasiga chiqadarchi? Normalda bunchalik 10 yil ketamdimi shunda? Ya adet 10 yil ketadi. Doktorluk o'qishga odatda 4-5 yil normal. Shunda men avval magistrlik o'qib, ishlab, undan keyin qayta yenib kelganim uchun Nişi doktorluk qayta kirgandan keyin shu 5 yildek vaqt ketdi. Aslida magistrlik bo'yicha ulablam o'qib, shu timida qilgan bo'lsa, balkim shu 4 yil, 5 yil tarafga ketishi mumkin. Men sirtga chiqib ishlab, keyin qayta yenib kelib, undan keyin timini bir shikayatdan o'zgartish to'g'ri kelib qoldi. Chunki timni tanlashda shu o'qitishninki qiziqishiga bog'liq, shu o'quvchining qiziqishiga bog'liq. Ba'zi vaqtlarda bu yerda ko'pincha vaqtida masalan tadqiqot yordamchisi bo'lib ishlaydigan ishlar bo'lgandan keyin masalan o'qituvchiniki
To'g'ri qarab. Ya o'qituvchi masalan ular imkon qadar shu o'quvchini qo'llash uchun o'qish pulini ko'tarish kerak, maosh berish kerak, o'quvchi o'qiyotgan, tadqiqot yordamchi bo'layotgan o'quvchilarga. Undan olgan chog'da masalan bir qancha turlar bo'lsa, bir qancha turga teng masalan pul talab qilib hukumatdan masalan mana o'qishni man tadqiqot qilaman deb qilgan bo'lsa, unga kelgan endi funding deydi, funding pullar masalan asosiy shu hukumatdan berilgan mablag' shu o'zining tadqiqotini ilgari surish uchun berilgan mablag'lar. Endi masalan ma'lum bir turga kirgandan keyin agar u bundan mablag' ilinmay qolgan bo'lsa, u yoki biz oldimizga o'qitishga yordamchi deyman, o'qituvchilarniki o'qitishga yordamchi qilgan ishni qilish kerak, yoki bo'lmasa tadqiqot yordamchi bo'lish kerak degandek ishlardi. Unda shuningdek hammasini butunlay o'zimiz kontrol qilib, unda qiladigan ish bo'lgan ekan. Meningki 5 yil qilib qolishimda keyin ozroq yangi bir turga yo'tkilib qolishim, ozroq uzrab ketdim oxirgi vaqtda. Chunki ma'lum ishni boshlab yana boshqa ishga yo'tkilib ketib qolsak, shu xuddi yangidan boshlagandek ish yo'ldan ko'pincha vaqtida. Yangi bir temini yangi boshdan oxirimda to'liq yana qayta nima qilib hozirgacha bo'lgan tadqiqotlar qandoq, yangi qilgan ishlar qandoq, undan keyin yana uni qayta uni maqolalar qilib boshqalarning yangi temaninki ya'ni ma'lum miqdorda natija qozonmoqchi o'lim e'tirof bo'lmagan hisobim, chunki uni faqat yangi tema o'tirib qolganlar ish tugamaydi endi. Navbatdagi xilja kuch sarf qilinib bo'lgandan keyin ham unga yana qayta tadqiqot temasi o'zgarganish bo'lsa, aytiljiq ziyon vaqt jihat. Uni butunlay o'quvchi o'zi kontrol qilgan ish emas. Agar shu o'qituvchiniki shu mablag' berilish avvali o'quvchining o'zining qiziqishi, o'qituvchining o'zining qiziqishi nurg'ulg'an nimaga bog'lanadi. Men shu magistrat tuzilishida shu doktorlik qo'shib o'qiy deb o'ylagandan keyin men birinchi farzand tug'ildi ham yordam sirtga chiqib ishlashga to'g'ri kelib qoldi. O'qishlar qolib turavergandan keyin uni ishlar bir oxir muqimlashgandan keyin qayta maktabga kelib o'qishning oxirini tugatdim. U doktorash deganim boshqa alohida unvon emas. 2009-yildan 2010-yilgacha shu jarayonda bo'ldi. Endi u ba'zi vatanda xuddi bir ayrim bir unvondek, doktordan yuqori unvondek shunda o'ylaydigan ishlar bo'lishi mumkin, lekin ayrim unvon emas, faqat doktorlik bitirgandan keyin resmiy bir xizmat, boshqa bir xizmat tushguncha, ya'ni o'ziniki asosiy xizmat tushguncha shu oraliqda ba'zida davomli o'zini tadqiqotini davom ettirgan yoki bo'lmasa yangi bir tadqiqot temasini ishlaydigan degandek endi bir o'tkinchi bir vaqtda. Rahmat, o'qish to'g'riliq yaxshi so'zlab berdingiz. Xizmat to'g'riliq masalan Amerika Amerikadagi universitetda o'qimay, masalan bir adam ingliz tilini bilsa, boshqa bir yerda nima qilgan bo'lsa, Amerikada ishlash ehtimollik bo'lamdi. Masalan, mening bilishimcha ko'pincha o'sha Yaponiyada o'qigan Uyg'ur tadqiqotchi olimlarimizning ko'pinchilari shu Amerikada yashayotdi, hozir Amerikada ishlayapti deb o'ylayaptimi? Menimcha bunday bir ehtimolliklar bormi? Bu yerda ikki xil tipdagi ish bor. Birisi texnik ishlar, ya'ni birisi ijtimoiy fan tipidagi xizmatlar. Masalan, ijtimoiy fanda o'qiganlar tilda alohida yaxshi o'ylab qolmasa, masalan, boshqa chet eldan kelgan, boshqa tilda o'qib kelgan bo'lsa, ularning endi normal o'zining kasbini davomlashtirish nisbatan tuvan. Chunki endi ijtimoiy fanning asosiy shu til, yoziq, o'zini ifodalash orqali ya'ni texnik bir kasbga qaragan chog'da, masalan, bir kompyuterda mashina bajarmaydigan bo'lsa, uni bajarsa shu amaliy ko'ngildigan, unumli shoman ko'ngildigan ish, endi asosan texnik bo'lgan. Mayli uni shu ishni qilayotgan odam uni yaponcha o'ylab qilamdi, inglizcha o'ylab qilamdi, uyg'urcha o'ylab qilamdi, faqat shu ishni bajarib olgandan keyin faqat shuni qilinsa tugaydi bu ish endi. Lekin ijtimoiy fanga nisbatan mayli qaysi tilda o'ylamang, oxirida yezilishi ingliz tilda bo'lishi kerak. Yaponcha yezib yo boshqa tilda yezib bergandan keyin siz taniydigan, siz ashadda yashagan shundami ya? Ayda adam bo'lsangiz, texnik yaxshi, ya'niki madaniyati, uni bilan qanday aloqa qilish, inson bilan ijtimoiy munosabat bu jihatlarda
Bunun bu jihatni tilga bo'lgan talabi sal yuqori bo'lgan ekan-da, boshqa jihatlarda yuqori ham demasan, doktorlar o'qib, nima qilishgan nurg'unlagan maqolani e'lon qilib, o'zingizning yezishchilik qilgandan sir chiqqancha uni o'zingiz uni so'zlaysiz, chiqib manda ishlarni qildik, tadqiqot etdik, manda oldi deb. Lekin ijtimoiy panga bo'lgan endi avval tushuntirib aytgandek, texnik bir turga nisbatan Türk'den seçtiğin çağda ictimai peygamber olan tilinin talebi bo'lib alayda kuchli ekan. Nağan çağda yani şu til eğer başka bir til öğrenip kelib, endi xil mesela yaxshi ziyolilar, xil uftu qazangan adamlar şu mesela Amerika moyda mening bildig'im şu ya kelgandan keyin taz o'zining kasbini to'liq davomlashtirolmay qolgan ishlarni ko'p bo'ldi hamda yaxshi xil cho'ng ziyolilarmi ya kelgandan keyin oxiri o'zining kasb birden başka hizmetlerini işleşkiye mecbur oluşacak. Texniklik işini qilib kelganlar ko'p, mesela doğrugerlik olamdı, ya bo'lmasa mesela ya kompüter fanlar olamdı, ya matematika kesbi olamdı. Degandek texniklik jihat qilganlar gerçi asli o'zi loyiq bo'lgan darajadagi xizmat ish ketmasam da o'zini burun qilgan tadqiqot o'rganish jihatiga o'zining yaratgan natijaga asosan. Har holda yana normal xizmat sharoiti bo'lib, xil yaxshi ma'lum ketadi bir chataq yeram mening o'zimninki ancha yaxshi ko'maydigan qismi shu ko'pincha yaxshi ziyolilar aslida yaxshi o'qib qilganim deb Amerikaga chiqqandan keyin xudimni bir yangi muhit tug'ishqa aslida o'zi hamda xil yaxshi texmi ustun o'rin turib ishlaydigan avvaldan boshqa bir muhitdan kelib ko'pincha o'tirash bo'lib qolgan bizning oilalar va shu yerda yerlik cho'ng'igan o'xshash qobiliyatga o'xshash kuchlarib qilgan adamlik qilgan chog'da shu bir darajada tuvan holatda bo'lib qoldim. Sen boshqaruch o'rinda yoki bo'lmasa oliy tadqiqotchi o'rinda degandek bo'lgan avasida Amerikada o'qiganlar sal yaxshiroq, garchi o'zi yerlik ashadiki adamlik chetga tepib berildi emas hamda. Chunki biz aslidagi madaniyat oq ko'rinishimiz, til jihatiga o'zimizning yetishtirishib o'qidik deyman, yana andan keyin boshqarish jihatdan har xil jihatlardan ham imkon qadar Amerikaning boshqa bir muhitda bo'lganligimiz uchun aslidagi men ba'zi o'ylab qolaman, agar mishada o'xshash bir qobiliyatga odam shu Amerika muhiti cho'ng'igan bilan mesela başka muhit cho'ng'ilib bu yerga kelib shu o'xshash raqobat qatnashgan chog'da ya'ni yaxshi imkon qadar chetga qilgan ishlarni ayt oz meningki bo'libmi ko'pincha biz uyg'urlashayotgan rayonlarda ko'p millatlik ko'p madaniyatlik rayon bo'lg'achqa unda chetga qoqish nisbati sal tuvan yaxshi nima qilib asosan yaxshi o'rinlarga kirib yaxshi ishlaydi bo'ladi ammo shu asosiy men o'zimningki demoqchi bo'lganim endi yerlik shu cho'ng'igan qaragan chog'da ba'zi vaqtlarda asli fursatlar butunlay shu yerdan o'zi yer shu yerda cho'ng'ilab shu yerda davomli qatnashib qilib ma'lumotchiqan shu sal oqibroq bo'lib qoldi deb o'yladim, lekin endi har holda endi bir chet eldan kelgan bir kishiga nisbatan ya'ni shunchalar nurg'unlagan fursatlarning bo'lishi yana davomli ilgarilab qilman desa yana yo'l ochiq. Texnik ko'p fursatlar yana davomli chiqib turdi. Asosiy shu qobiliyatga asosan, o'zining tirishchiligiga asosan shu muomala qilinadigan boshqa kishilar. Chunki byurokratlik ko'pincha shaxsiy shirkatlarda bo'lib, nihoyat oz endi. Men ham hozirgi ishlayotgan shirkatda yaxshi ko'radigan yana bir qismi, o'zimni yaxshi ko'radigan matematikalar analiz qismi yumshoq detal ishkasini tang birlashtirib ishlagandan sir yani bizde lakında büyükler hakikaten elim tesiren gerek dereceden ait az. Sen bir vasıta şirketin kinayet yukarı başlıkların bir vasıta görüşüp halığınızı eşsiniz buldu ideallaştırıcı cihetten. Özü halığın mesela bir hafta jarayonida o'zi xohlagan bir turda nima ish qilgisi kelsa, masalan 20% Google'ning vaqtlar nimalar bor, shuni mesela xohlagan ishni o'zi qilmoqchi bo'lgan ishni qilib, ya'ni bo'lib bergan ish emas. Bo'lib bergan ishim ait oz. Masalan bir guruhda bir guruh yetakchi deb bir bekitib qo'ymasam, bu yetakchimi o'zgarib turdi. Ana cho'qim madem boshliqqa lekin maasının başlığını deydigan ishlar yo'q derlik. Biz boshliq deganda atamaymiz hech qanday. Faqat bir hol mesela yangi bir turni qiladigan bo'lsak, bir qism injenerlik kelib, shuning bir odam endi shu faqat kunlik qancha ilgarish oldi deb
Şununla hem bir tür başkurucusu. Şu başkurucu deydek men şu adam opmoqchi işleydi. Fakat şu günlük nimede mesela maqanchalik bo'ldi, maqanchalik deb qo'shimcha. Shu turkigacha qadar Şu qo'shimcha şu nimede mesela ashnemde sen maaş madavlab qoldi deb o'zaro shu deyishgan chaqda shuni mesela boshqa o'rtuklarni deyishamdi yo boshqa yuqoriqlamdiki ya'ni çoğrak hukuku va ya bo'lmasa shu hukm chiqarishga boshqagan nima bor shu ishlar shu bilan so'zlashim mayli qanday bo'lsin u faqat shu vaqtliq shuningga nima qiladi bu davomli boshliq bo'lib turgan odam boshlab ism emas faqat yetakchilik qildi emas shu o'zininki bizga o'xshash masalan biz 100% vaqtimizni injenerlik yuzini qilib ishlasak ular balki 10% vaqtini shu ashyolarga ma'lumotlar ilgirlash oldi ve maya desil to'silish babını qanday qilamiz degan azroq vaqtni shuni sarf qilib qolgan hatta shu muavin prezident deganiga qadar shirkatniki bizdan o'xshash tan o'tirib ishlaydi dedi. Ular ayrim ishxonaga chiqib kelib men qo'ltiq ishlamaydigan ish yo'q. O'zingiz bir boshliqning qo'lida ishlagandek his qilmaysiz yani. Ya uningda mesela injenerlik olgan hurmat yuqori erkinlik mesela shuning uchun mesela 4 kun 5 kun xizmat jarayonida mesela bir kunga qadar o'zi xohlagan turini o'zi xohlagan qilmoqchi bo'lgan o'ziniki kalisi kelgan ishlarni o'zi xohlagancha qilib men mashina qilyaptim deymiz mesela o'zimniki qilmoqchi bo'lgan maaşni mandara qilsak yaxshiroq deb o'ylagan yo bo'lmasa yangi bir tur yo yangi bir tadqiqot turi bo'lsa o'zimiz xohlagan shu ishni qilsak bo'laverdi. Onunla işte vaqt berilgan. Ondan keyin uni vaqti kelgan chog'da mesela men oldingi bir shikoyatni ichida qo'shimcha deganimiz shu shirkatdagi ish o'zimizga berilgan shu 20% vaqtdan foydalanib mana ishni qildim deb o'zimiz desak, agar bu yaxshi bo'lsa, yana davomli yana balkim yana bir guruh shaklida shuni qilish mumkin. Bu jihatni deb aytgan chog'da shu asosan aytadiq odillik bor, byurokratlik oz. Evet, hem şirketin daha mesela, mezarlık şirket özüm yaxşı görülen kısmı, mesela Amazon'da işleyen çoğu şirket oluşan sel bürokratlık bat hem diyeyim. Mesela men bilen mesela şirketin en çoğu başkanlarlığı mesela 5-6 qavat başkuruş nimesi var mı? 5 kuruş qavatlar mesela biz yani bir şu başkurucu gap qilib bu muavin prezident gap qilib bu muavin prezident yani bir yüzden yani bir yukarı yani bir emel daha olup bunun üstü yani bir emel olup bunun üstü de şimdi ağırlıkla net kıyvet diyen piramidal şekilde şimdi neyim de mağazakta şirket sel küçüğürek hem de belki şu tip elden basımı asarak olan basım mümkün lakin özüne ait aktif alda bürokratlıkın yoktu hem de bize flat hierarchy dediğimiz flat hierarchy şu piramidal yani besip tüpsüz koymak için maksat yani asasen bir en yukarı mesela şu başkurucu şirketninki baş qurg'uvchilari shular da bir qadam amaliy texnik ishlar kunlik ishlar aralashib ketamiz mumkin. Lekin qolgan muavin prezident demiş şirketning cho'ng boshlig'idan da hammasi nomi boshliq hamda. Lekin shu qarasangiz sizdan bir ishxona o'xshash o'tirib asosan u masalan biz 90% 100% vaqtimizni asosan shu injenerlik o'zimizni qilib qolishimiz balki bu sal jiqroq vaqtni boshqalık shu o'zaro guruhninki a'zoning yaxshi nima qilishi yoki bo'lmasa o'zaro koordinat qilishimiz bir-biri bilan hamkorlab ishlashiga jiqroq vaqt sarf qilish mumkin. Lekin shu bilan masalan balki 70-80% vaqtda shuning injenerlik bilan shug'ullanadi bizlar o'tirib oğlak taşlap koyup men başlap men qilmayman boshqalık qilish kerak deb anda nima yo'q anda pozitsiya yo'q bizga nisbatan shu anda biz umumiy jihatdan nihoyat shirkatning qurilmasi nihoyat flat degan so'zda hech qanday bir piramida shakllanib qolmagan araliqda besim qilgan ish yo'q yo'q besim qilgan ish yo'q boshliq deb unga alayda muammolar açmıyor. Yo'q shu o'xshash injener agar uningki qobiliyati yaxshi bo'lsa, ya'ni ilgarilab mengirdi. Agar masalan bizning yaxshi kuch sarf qilib yaxshi o'zimizning qobiliyatini ish qilsak, bizning o'zimizning yo'lda ilgarilab boramiz. Uningki jihatdan herhalde uchuqchilik endi. Sizningki hozir shu matematik analiz dedingiz, undan keyin program to'g'risida gap qildingiz. Bu sohada hamda ko'pincha shu Hindistonliklar qildirdi deb işte anlagan uchun men
bular matematika usta, undan keyin program qurish maqsadida Hindistonlik alayda bir talanti bor yoki nimasi bor deb buni olgan. Bu sizningcha bu gap to'g'rimi? Ya ular asosan talant matematikani yaxshiroq bo'lishi mumkin. Yumshoq detal bir qadar keng umumlashgan. Lekin biz 1% ishni Hindiston turadigan insonlar ishlar qilmaymiz. Hammasi shu masalan shu ishlayotganlarga masalan Hindistonda nechasi yuqori maosh bo'lsin, shu yerlik shu eng yaxshi maktabda o'qigan, eng yaxshi o'quvchini aldalat normal avvalasi. Bizni sen bu jihatdan endi har qanday narsa bo'lishi mumkin, lekin shirkatning avvaldan aytgan chaqda shu faqat bir Amerikaniki eng yaxshi degan balkim 10 necha maktablar shularga odat shu Amerikalik bergan maoshim yana xili yuqori maosh berib, shuni bevosita ekildi, o'qish bitgandan keyin. Lekin bunlarlik azan keyin deb chetga yo'llab qo'ygan ish yo'q bir narsani. Unda Hindiston asosiy mayli boshqa yumshoq dil yaxshi yoki bo'lmasa boshqa jihatdan matematika jihatdan yaxshi bu til ingliz tili ham balki mexanik tilga o'xshashgan yaxshiroq chunki u inglizning mustamlik so'zlar bir mezgil turgan ekan endi ingliz tilini yaxshi so'zlaydi yoki bo'lmasa tushunishi jihatdan yaxshi lekin endi eng oxirgi hisobda u ko'pincha o'sha Hindistonda o'tkazayotganlar shu faqat o'ziniki bor jihatdan farqlantirish bu azaraq ishga qildim lekin bizning shirkatninki umumiy nimsam detta uning naq qarshisi Amerikaning ichidami odatdagi bir odamni qabul qilgan o'rniga bizga masalan hatto biroz o'shiq mashhur bo'lsa eng yaxshi maktabda o'qigan eng yaxshi o'quvchini qabul qilmaydi deb shunda ilg'di hozirgacha. Men 2004-yili Shanxayga borgancha taksi shofer bilan paranglashib qoldim. O deydi, şu taksi şoförleri Şanghay bendirindəbçi, Şanghaylik yerlik adam buludu. Sırtdan kelgan adamlar taksi şoförü qilmaydi deb. Yani nimish qildi desem, balki meniki nima ishonch nimasi jihatdan texmi yaxshi bu ishni texmi yaxshi qilish jihati shunda bo'lgan bo'lishi mumkin dedi-da. Ya bu asosiy qilni uning o'zininki qilmoqchi bo'lganligi bor. Ba'zi vaqtlarda qarashga gerçi shunda azandek qanday turgan bilan. Eng oxirida shu ishlab chiqargan mahsulotninki sifati uzun mezgillik sifati qanday bo'ldi? Ba'zi gerçi 5 da azan to'xtagan bilan keyin uni qayta masalan agar ishlaydigan masalan bir narsani kim uni o'zgartish to'g'ri kelsa, kengayish to'g'ri kelsa, nihoyat ta'sir qiladigan uchun yaxshi mesela bir öğünü sağan çağdımı eğer kengaytkil bo'lmaydigan olsam qo'ysangiz shu uy hamda garchi shu 5 yig'izlik uy bo'lsa shu kirib o'tirish qiyin bo'ladi. Lekin hamda yaxshi aylangan uyni balkim kengaytish, ya'ni o'zgartish osonroq bo'lishi mumkin. Ya'ni bir ustiga boshqa yana qurgan. Ana lekin yaxshi selinmagan uy bo'lsa 5lik talabga uyg'un, ya'ni qil degan ishni qildi, lekin bu loyiha jihatdan shu programninki sifati jihatdan yaxshi loyihalangan, yaxshi tuzilgan program bo'lmasa, yana oxirgi hisobda unga nurg'unlagan kuchkida shuni o'ngshashga, ya'ni kengaytishga, davomli yangi iqtidorlarni qaytishga degandek avvalasi. Menimcha hozirgi bir qism shirkatlar shuni sertifikatga shafqatga foyda bo'lishi mumkin, lekin bizning shirkatimiz tutgan pozitsiya shuni aynan ta'tiri. Sirtqi ba'maslik emas, adam Amerikaning o'zining ichidami eng yaxshisini yuqori maosh bo'lsin ishlatdi-da. Biz odatdagi o'tira ba'zi men qarshim butunlay qo'shib ketmayman bu shirkatga. Chunki ba'zi xilda shu uyg'un keldi degan mishadam yaxshi ekan degandan keyinmi yana qarab beqib eng yaxshi maktabda o'qimagan ya bo'lmasa doktorlik olmagan cho'ng shirkatlarda boshqa yerdan kelgan bo'lib qolsa cho'ng shirkatlarda ishlab bunda kelmagan bo'lsa bu bizning shirkatninki boshqa odamninki ya'ni bizning yuqori manda saqlab kelayotgan uyg'un kelmadi deb masalan bir ishga qabul qilmadi bir ishga kandidatlarni endi asosan bu yaxshi ishlab ketishi mumkin deb o'ylashgan odamlar ret qilib faqat shuni o'zining oqiga ko'rgan. Bu jihatda menimcha agarda haqiqatan yaxshi biz o'zimiz shu kishini bog'lab bo'lgandan keyin shunga ishonsak qabul qilishimiz kerak. Lekin ko'pincha vaqtda 95% atrofidagi kishilar shu ya'ni yangi chiqqan shu yuqori maosh bo'lsa eng yaxshi o'quvchilarni bevosita qabul qildim yaxshi maktabda. Sizningki shunday yaxshi bir shirkatda ishlasangiz
kasbiy jihatda bunday saviyalarga yaxshi saviyalarga kelishingizda men balkim siz o'qigan maktabningmi, universitetningmi, George Mason Üniversitesi belki bir marka bir mektep buluş mümkün, adi mektep buluş mümkün diyedi. En yaxshi Qatardagi maktabda kelmaydi. Men asli abay degandek elektr injenerligida o'qib, yumshoq jalga ko'chgan. Vaqtida asosan meni pasportni ilishim bir mavsumda vaqt ketib, bekat turib qolgan o'rniga asli shu elektr injenerlig'iga iltimos qilib, meniki GRE bergan imtihonning vaqti sal keyin bo'lib qolgan. Men vaqtni yaxshi nima qilmay. U natija chiqmaguncha hamdalik mukofot pullarni o'chaqda o'ylashmay ekan shu natijani ko'rmaguncha. Meni o'chaqcha 6-oygacha to'g'rilab chiqdim, 4-oyning 15 odatda shu mukofot puli o'quvchilarga berilgan hamma pulni shu vaqt bekitib bo'ldi ekan. Mening shu iltimos qancha chiqmay, andan keyin men yumshoq davosini avval chiqib turib, agar yaxshi ko'rsam kim olinib ketaman deb elektr injenerlik o'qish bilan men bir mavsum chiqib qarab boqay deb talab qilsam, o'sha kompyuterning qizg'in ishtik bo'lg'achqa o'qish puli nimasini ko'targan setam chunki elektr injenerlikda faqat shu kuzda asosiy mukofotli kuzda berilmoqda. Men ehtiyoj bo'lsam, men bir mavsum bekat o'qitcha, yana boshqa xizmat qilib, yana boshlab necha oydan qilib bo'lganman ekan. Mani bosim chiqishda deb shu nimaga chiqib egan. Shunday shu kompyuter kasbida turib qoldim de asliki planim men davomli chiqib kompyuter o'qiyman deb unda o'ylashib chiqmagan aslida. Men kompyuterga jiq vaqt sarf qilmagan oliy maktabda. O'rta maktabda o'qidik biz kompyuter, endi kompyuterlar bati yo'qdi maktabda. Shu program tuzishni odatda 89 biz yangi to'liqsiz chiqqan chog'da biz basic tillarni shu vaqt o'rganib, odat shu tajribaxonaga kirib shu program tuzib qildik ekan. Undan keyin oliy maktab chiqqandan keyin men belgicha o'qib ketmagan edim. Vaqt sarf ketmagan. Voy kechgandan keyin. Endi asosiy menimcha u bizning maktabdan kelgan ba'zi o'quvchilar olindi, lekin ko'pincha maktab masalan shu danglik maktab deymiz. Mening balkim sirtdan qabul qilgan xizmatchi G'iysa men bevosita o'qish bitiriblar, to'liqsiz to'liq kursni bitkazib chiqib kirgan emasman u yerga. Chunki men u yer Amerikada o'qib chiqqan ekan. Sirtdan balkim shu doktor qolgandan cho'ng bir farqi bo'lishi mumkin. Unda Amazon cho'ng texnik shirkatlar ichida masalan shu Google deymiz, Alma shirkati, Microsoft deymiz, ondan keyin Amazon, hozir yaqin Facebook'mi qaytildi, cho'ng injenerlar bo'lgan talab yuqori, bu yerga kirsam, asosan birisi kirsa, birisiga yetkazilmak asosan oson shu o'xshash tipdagi injenerlar bizniki sinaqdan o'tsa, birisini sinaqdan o'tadigan shu o'zaro bir-birini e'tirof qildimda shu cho'ng shirkatlar. Unda olgan ekan deb cho'ng shirkatlar ishlab balkim uning foydasi olgan bo'lishi mumkin. Amazon shirkatimi dunyodagi shu cho'ng kitob sotadigan shirkat deb bilamiz hamda. Yo'q, kitob sotish asli shundan boshlangan. Keyin undan keyin sotilgan narsalar jiqib boshlangan, lekin bizniki masalan men ishlagan turda u kitob sotish bilan yani boshqa narsa sotish o'sib bilan bizning qilgan bevosita munosabati yo'q. Ular shu o'zining kunisi bo'yicha qildi. Beshida Alaq tor mulozimiyat deb, tor mulozim degan chiqdi. Abay degandek, ma'lum kompyuterlarni xohlagancha program orqali qo'zg'atib qilgan ishni butunlay program orqali shu qachon qanchalik yumshoq ish, masalan kompyuter lozim bo'lsa, shuni avtomatik qo'zg'atib bajarishni bajarib, unga tugaman o'chiradi, shunchalik pul to'laydimda. Asosiy model ashyo nimaga pul to'lashdiki. U mayli kitob sotilayotgan bo'lsin, sotilmagan bo'lsin, bizniki qilgan, bizniki bo'limdagi ishlar hammasi o'z oldiga. Keyin bu bo'limda shunday yaxshi mengib, masalan Amazon normal, masalan yilda 20%, 30% osh degan bo'lsa, bizning bo'limning uni balkim tez bo'lishi mumkin. E'lon qilmaydi qanday menayotganda. Lekin Araq deganda ba'zi taxmin qilganda balkim 70% atrofida ish yapgan bo'lishi mumkin, bir yilda ish yapgan nimasi.
Hatta keyin andan keyin bu aslidagi shu mol setish supisini aslida mol setish supisi bor, shundan azroq endi shu kelgan foyda mablag'ini chiqarib bizniki yangi to'r mulozimat supisini qurishga nim qilgan endi. Sabab qilgan. Keyin bu mulozimat shunday kengayib, undan keyin endi iqtidor jihati mukammallashib, keyin aslidagi bor to'r bir narsa setish mulozimat supisini butunlay to'r mulozimat o'zining to'r mulozimat supisiga o'tkazdi. Aslidagi butunlay ajrada shu mesela şu işini qilamiz deb ayrim olgan mulozimlar, to'rlar hammasi aslida bor holatdan o'zininki maslahatiga, to'r mulozimati maslahatiga o'zining butun supisini, mol setish supisini shunga yo'tkab, shuni ko'tarib yaxshi elib men odam buningda necha minglagan shirkatlar to'xtamay ishlatib turadi bu mulozimatni. Xohlagan vaqtida uni yangi bir ko'rgan qo'zg'atib, xohlaganini qilib o'chirib sandalning boshqa nurg'ulg'an mulozimatlar asosiy shu mulozimat shu ma'lum holatda shu bulut hisoblash sistemasi shuni qo'llashim deyman. Demakki shu xizmat ishlagan chog'da o'zimizningki qisqa tarjimonlarimizda shundoq davlat shirkatlarida ishlab biroz nima qozona olsak, tajriba qozona olsak, buning keyingi xizmat hayotimiz uchunmi foydasi bor degan gap. Cho'nroq shirkat endi har xil cho'ng shirkatning o'ziga loyiq endi ortishli bo'ldi. Şirketlerin o'zi loyiq ortishli bo'ldi. Bizning ham shirkat hozir ishlayotgan shirkat cho'ng emas, lekin bizniki xaridorlar cho'ng shirkatlar shu miqdorda. Shaxsiyligi nima qilmaydi shu masalan cho'ng shirkatlar urug'lagan pullar yilliqiga shu bizning ishlatish yumshoqlarni ishlatish. Onda biz abadiyan shirkatlarning o'zi ortishligi agar yaxshi nima qilmasa bürokratlik az, yenilik yaratish tezlashni holatga ega bo'ldi emin shirkatni. To'g'ri. Cho'ng shirkatlar bürokratlik saljiq bir yangi ideyani, shuni masalan men bir qism yangi ideyani deb o'tirib qo'yib uni yo'llab shu bir ko'pikdek pestin ustiga chiqib bo'lguncha ba'zida yo'qlab ketdi shuni. Men bir qism manda qishni qilsak deb taklif bergan cho'ng shirkat Amazondagi vaqtida. Cho'ng mandalik yumshoq detal xuddi kitob sotgandek yumshoq detal to'r mulozimat nima? Ashuna setilgan bir sup qo'saq deb qilsa u shu bürokratlarni chiqib qatlamni tupaylidan u chiqib cho'ng haqiqiy shuni hukm shuni boshqarishga munosabatli xodimlarga yetish uchun sal ta'sirlashib qoldi. To'g'ri. Bu to'g'ri yaxshi bir gap bo'ldi. Masalan, cho'ng shirkat, marka cho'ng shirkat bo'lmasa, uni hamma ish sistemlashgan bo'ladi. Siz faqatlam shu oldingizga qo'yib bergan shu ishni ham qilasiz. Undan boshqa atrofdagi ishlar qanday bo'ladi, qanday onundan jiq tajriba hosil qilolmaysiz ham uchun. Agar kichikroq shirkat bo'lsa, ammo uningda atrofda bo'layotgan ishlarni bu ishninki boshqa ishlar bilan qanday munosabati bor, shundami? O shirkatni tushunishga, keyin o'zingizning bir shirkat qurish, shundami? Shu ishni ayrim bir qilish jihatda tajriba qozonish jihatda bu jihatda foydasi bo'lishi mumkin hamda-ku. Hamda bizning bir shirkat, o'rtoq shirkat deydimda, shuni u jihatdan bu jihatni yaxshi boshqarmoqchi yaqinda shu masalan bizning shu rayon bo'yicha ishlashga eng yaxshi shirkat qatori eng yaxshi shirkatlar bog'lanib biz bir bu jihatni bir yaxshi ilib maqsa shirkatlar o'rtoq shirkatlarni hamda bürokratni aziltib yangilik yaratishni tiziltiradigan yaxshi ishlaganligi shu ishlaganiga asosan masalan uningki komissiya deb qo'ydi. Deymiz uni. U masalan o'rlash jihatini o'ziningki kasbiy yo'lda ilgirlashga faqat shu bir-birini tonish olganligi uchun yo bir-biriniki bekrak yaqin bo'lganligi uchun emas, texnik jihatni yaxshi tirishib ishlagan, mayli qaysi millatdan, qaysi yerdan kelishidan qat'iy nazar, noyatlik odillik bilan bir tarafga chiqib shirkatga nimadan qizg'inligim shunday yaxshi, injenerni hurmatlab yaxshi shirkatlikdan ko'pincha vaqtida biz hamda yaxshi ishlashga tirishimiz o'zligimizni hamda shuni zo'r majburlanib qolganligimiz uchun emas, hamda birinchidan shu qiziqib kirgan, lekin yangi har xil yangi qiziqarli xizmat nimalar chiqib turdi turlar. Biz xohlagancha yo'tkelsak bo'lardi, men bir guruhga. Cho'qim ma'noda ishlaydigan.
Kalınız oylagan yeni bir ideya, yeni bir şirketke paydalık bir narsani oylab oto koysanız, işte onun da işte kabul kılıp ilgilashga. Eğer hem de oturup koygudak halet kelmegen bolsa men 5 gün işte bir gün özüm aşı xalgan işini kılman dese yani makul buldu emdi. Eğer şu xalgan işini kılanda bir mesela 5-6 yıl hiç çıkmasa belki yaxşı olmaydı lekin demek ki şu ma'lum işini özü köz yetip hech qanday bir onunğa bir grup kurulmagan avlasızmı işini qilib bakın bad deb davamlı qilib natija qilib bir aldığın 5'lik destek neticesine oturup qo'ygan ekan ko'pincha vaqtida agar yaxshilan bo'lsa uni davomli rivojlantirib qilsa bo'ldi. Rahmat, hurmatli televizion qarindoshlar. Bugungi suhbatimizningki ikkinchi qismida shu Amerikada o'qish va ishlash to'g'riliq xizmat tajriba to'g'riliq biroz so'zlab berdi doktor Muhammed Abdullah efendim. Hem de dördüncüsü de İslam ve Amerika ve evlat terbiyesi to'g'riliq qisqacha. Siz Amerikada mesela o'zingizningki islomni yasash jihatda, islom bilimlarini ko'paytirish, texmo islomni yaxshi tushunib yashash jihatida qandayroq ta'sirotlarga ega bo'ldingiz mesela? Amerikada bir qancha mezgil bo'ldi. Men yangi 2000-yil yangi Amerika chiqqan chog'da men his qildim, diniy jihatdan nihoyatda qaynoq bir muhit bo'lib ketgan shu vaqtda. Men garchi shuna bo'lgan o'xshaydi deb yangi chiqqan shuna bo'lgan ekan. Shuna bo'ldi deb o'ylab, nurg'unlagan ulamolar kelib dars so'zlab, nihoyat ishlik endi din jihatdan kengayotgan boshqa yangi dinga kirganlar ko'p. O çıkışlıkta nihayet kaynak toxtamay başka ştatlardan, başka devletlerden gelip ders verip, leksiya sözlep, sorulara cevap verip, düşündürüp dinleşne kılgan nihayet bir uçuk canlılık muhitte biz men yan çıkan çağda. Keyin 11-sentabr vaqa yüzverdi bir kısım çekleşti oldu. Çekleş degan çağdan bir kısım ülmalını vizini yanlap bermeye, bunisi kırılganını təsdiqləyib. Çünki bu vaqa yüz bergenden keyin hem de bununla nispeten tekşürüş bir kadar kengaydi. Lekin herhalde qiziqarli yeri şu ishlar yüz berib islom diniga bo'lgan qarashli belki bir bu jihat ijobiy bo'lmagan qarashlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin shunga bilan bir vaqtda ham shu qiziqish hem de din bu islom diniga bo'lgan qiziqishim Amerika qilishdan bir qadar ko'paydi ham shunga shu vaqa yuz bergandan keyin nurg'unlagan amerikaliklar islom diniga kirganligi to'g'risida statistikalar berildi. Lekin umumiyatga kelganda davlatning siyosiy jihatini berganda ko'pincha mayli urush bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, ham ko'pincha ishlar musulmonlarga manfaati uyg'un bo'lmagan ishlar ko'p. Gerçi xalqi çünkü bir yerde demokratiya deymiz, lekin demokrat tegi-tekini aytgan chog'da butunlay bir demokratik davlat mening qarashimda unda emas deb o'ylayman. Chunki bu yerda yani shu o'xshash tashviqot bor, mayli sotsialist bilan mayli kommunist davlatlarda gerçi bir kapitaliya biz erkin shunda g'arb davlatlar biz erkin fikirga xohlagan kishilar asliki to'liq xabarni ko'ralaydi degandek ashuna gapni qismanda. Lekin bu yerdagi hukumatni kontrol qilayotgan, kuch vositalarini kontrol qilayotgan cho'ng kuchlik hamda guruhlar yoki shaxslar bor. Shuningki xohishi bo'yicha ko'pincha ishlar to'g'rilanib ketadi. Masalan, araliqda yaqinda garchi bir umumiylik bir qarash olmasa ham bir masalan radioda deb o'tdan boshqalardan bunda bir bundan keyingi mesela hozir yandan keyingi Amerikaning prezidentini nihoyat 200 atrofida degan belgilish mumkin deb shuni o'tirib qo'yadimda. Kelar qatimliq prezidentni. Demakchi o'g'lim bu yerda xalqningki ko'pincha vaqtda mesela bularimiz Uyg'urlar ko'proq o'ltiroqlashgan rayonlar yoki sharqiy qirg'oq yoki g'arbiy qirg'oqda jiqindi. O'tirdagi o'tir qismdan hech ko'p emas. O'tir qismda ko'pincha shu amerikaliklar, shu oqtilliklar yoki shu o'xshash bir irqtikilar o'rtaq yani to'liq o'rtaqlashgan yerlar. Aşı irqdan boshqa birsi kelsin asali chiqib qolgan o'xshamagan dindiki yoki bo'lmasa
teri rengi ya bo'lmasa shu boshqa bir iyat kelim kelsin aslında chiqib lekin mana sharq qirg'oq g'arb qirg'oqda uyg'urlar balkim shunga birinchidan xizmat jihat uningda fursat ko'p nurg'ulg'an ko'p madaniyatli ko'p millatlik rayonlar chiqimdi masalan men yangi borgan chog'da maktabning atrofida masalan 150 xildan ko'p til so'zlanadi ekan to'q. Demese birbirine söylese İngilizce mağdur, lakin şu mesela Afganistan'dan kelgen, Vietnam'dan kelgen, Kore'den kelgen, Cumhur'dan kelgen, Uygurlar dep aşağı her xil biz özümüz bildiğin, bilmeydiğin tilden misallar gelse şu bir naide, vilayet ki doğru keldim de naide degen bilen Amerika'da. Şu mesela şu vilayette yani 150 neçe tilde söyleşidiğin 170 neçe xil millet degendek andaşındalık aralışıp başında kullan bir rayon kent qanda. Bunda rayonlarga nisbatan o'xshamagan din dikilim bor, meyli Hristiyan, Yahudi, Musulmon, Hindiyning anaqa o'zininki din har xil dinlari bor. Shunga asosan endi uçuşçuluk bir muhit ta'sirlik biz borgan chog'da keyin endi sal chekleşler oldu. Aslidagi gapning oxirini davomlashtirsam, shu vaqtida men qanday ekanmiz hamda bu voqea bo'lgandan keyin bir qism chekleşler bo'lgandan keyin yana islom dinini yani davomli kengayib maqdamdi. Lekin Amerika davlatining o'zida ham abay deganda bir qism shu yuqori kuchli shaxslar, tashviqot o'rinlarini boshqaradigan guruhlar shular nurg'ulg'an siyosatni emniyati gerçi xalqning xohishi degan nomda ilib berilsimi? Chunki masalan bir meyli o'zingiz o'ylab baksangiz bir prezident saylan bo'lsa, u necha yuz masalan 300 milyon ortiq odam bor Amerikada. Masalan 100 milyon shuning uchun 100 milyon odam belet tashlamoqchi bo'ldi deydi. 100 milyon odam har birisi shaxs bilan ko'rishib, birga yashab boqqan emas. Uni bağlaydigan. Ko'pincha vaqtlar shu ko'pincha ishlarda shu tashviqot organlari şu adamni qanda bağlab qaysi holatini ko'rsatayotgan, qaysi bulunduğunu ko'rsatayotgan. Shunga asosan ko'pincha zamonki qarishi shu orqali shakllanadi. Gerçi bir televizorda xalqan munozara qilish bu deganda gapni qilgan bilan endi shu bir ishkedanning bir munozarasi berildim chunki siz men munozara chiqsam agar shu saylanmoqchi bo'lsam balkim shu saylamga muvafiq kelgan munozara shaklini qo'llashim mumkin. Masalan, xalqni men manda yerini yaxshi ko'raman deb uni men o'zimni shunaqa bekrak shu yurishmoqchi bo'laman. Qarashda ko'rinishi boshqa gap. Lekin ko'pincha vaqtda bela tashlanchada shu endi kuchli bir qism guruhlar shuning menimcha kuchli bekrak deb o'ylayman. Amerikaning siyosatini hamda ko'pincha xalqlarga bevosita ko'rsa, unchalar bir nima yo'q hamda. Xuddi masalan Amerika bilan Iroq bir-birini tillab, bir-birini nihoyat rezil davlatlik ko'rsatmoqchi bo'ldi bir-biriga. Lekin masalan Iroq, Eronda yashab boqqan bir qism odamlar dedim, ko'rishdim, zaten qanday ahvol desam, u xalq nihoyat yaxshi, muloyim odamlar deydi. Amerikaga berib normal ko'rasizmi, qizg'in sizga yaxshi muomala qiladi. Lekin ikki davlat xuddi bir-biriga her bir adamga qarshi shunday bir holatda ko'rsatib, bu tashviqotning ishlari. Ağır görünüşteki teşvikat kimliğini bir taraf oldan bunu bir yer söyleyip odaştan gayet yok. Lekin mesele demek ki oğlum bir gerçi umumiylik mana dinge karşı bir xil muhittek şeklinde siyasi cihatın içinde bolgan bilen yani halkı yani herhalde onundan kimi jiqla Müslüman bolup gerçi köpünçe yani Müslüman emes olsunmu? Yani Müslüman bolganlar burunqıdan texim tizleşti sani dep anladı değil mi bilen işte. Yani diniga hürmet kılıdı. Mesela siz bu sakalı bilen kirip işleyeleysiz bir yerge basınız sakalınız tüpeyle. Bunda demege besim boşuraydı bunda işi yok. Değil mi? Ya ben normal 5'den bir Uygurlarning qarşı bir şu muhit uzun meclisine çoğun başına yaşap künep qalğanım ki men ismimni Xanzuchi mesela şu pinin boyunca yazılıp qalğanlıq üçün ben bunu işletmeyeyim özüm normal yazış boyunca yazıldı dep nayet xiljiq onun nim qilib bolam şu vaqadan keyin şu mu ta'sir ko'rsatdi şu men ham hujjatlarimda normal şu Uyg'urcha yazilmiş o'xshash inglizcha yazilishi bor. Faqat pasportda şu pinin boyunca yazılib qolgan yeri var. Buni keyin pasport nim boshini o'zgartimiz deb
Men tam şu elçixanaga berip, bunu işletme asli isim boyunca özünün isim boyunca işletmen dep. Men qildim şu jarayan bir qism Uyg'urlar bu Muhammed Abdullah deb yozilgan ekan, bu musulmonlar uchiq chiqib qolgan isim bo'ldi ekan. Bo'lsa asli pinin boyunca sanma belki mana chetga qilgan ish olmaydi deb fikrim berdi. Lekin hozirgacha mening u ismim bilan normal bir yerga kirib ishlash onun tügülmesem bir şey yanlış yere kirip uzun ötmedi ya benim özüm namazı okup kılgan için özü aldım verip ben bir kim sorup ketmegenim kaç ya öyle bir kavasa kirip mesela işxana öyle olsa onu bir kim körem getmedi hem de şu bizim hani çok başta hediye demiş ondan kirip uzun ötmeyi sen bir şey namaz ok sen namaz okuymayınsa manda öğleni işlesen bulduğum işte ayak koygan öyle dep menden başka Müslüman yok yani. Mesela 2 neçeden bolgan bolsa 50 neçe injener eden birisi mi onun hiç qaysı Müslüman emas. Lekin özlüginden kilip hem bir şeyde eğer namaz okusam öğleni işletip ben de özü kilip bizge bana mesela şunu özü ayrım xat yazıptanmış da. Eğer başka talepli olsa degende ben namaz okuş olsun, meyil cuma namazıga cuma günleri işleyen bolgan ekan. Çünkü bir vaqt cuma günü aralıkta bizim mesela 2 saatlik çıkışımız gerek. Onun hiç hazırgıçı hani bir onun taqışıp qalsam men işxana bolanmayım dep koyma. Qalgan çıkıp namazını okup hem keyin tolgap işlep qo'ysak bo'lgan. Eşonga hech qanday bir hazırgıçı cheklim bo'lmadi endi. Bunun sırtı da hakikaten normal bir adam meyli Hristiyan bolsun meyli başka. Yani özünün dinde çın turup adamın ahir hesapta hürmetleydi de. Şimdi dini cihetin özü şunga yani yaxşı ilmin işqa tirishgan bolsa, şunu yani köpünçe adamni hürmetleydi. Bu doğruluk yaxşı sözlep berdiniz. Hem de İslami hizmetdaşından ki mesela ballarını terbiyeleş cihette mesela sizin bir oğlunuz Yusufcan mı? Evet, şu an Yusuf, küçük İbrahim. Yusuf hazır 14 yaşta mı? 12 yaş. 12 yaşta o qari opuptu. Kur'an'ı tüketti, yadlap tüketti deydi. Gayet suyunduk. Biz ben şu ballarımızı okuduğumuz, qari qilimiz hep çıkan. Peki biz kılamadık ama siz Amerika'da turib bu cihette yaxşı neticeye erişip de vallahi inşallah bunun için aklına şu Kur'an'ı akıl, Kur'an'ı fikirler bilen yetilip ömrü şu için mi kılar inşallah. Bu cihette kanda biraz tecrübenizi söyleyip versiniz. Şu abay diyendek şu Amerika'da dinni devlet siyasette dinni kollaydigan ya karşılayan siyaset yok. Halgan bir din olsa meyli Hristiyan, gerçi Hristiyanlıkni köp hem düşüyordu. Lekin o devlet siyasetiga kirişmeyen lekin. Devlet mesela mağribda Hristiyanlıkni tergib kıldıgan onda nemim yok. Lekin başka hiç qanday dinni tergib kılmaydı endi. Lekin öz aldığa mesela bu jarayan bizning xili başka etmişlik oldu. Balı 5 yaş kirenikin mektep beriş gerek. Mektep beriş yani qaysi mektepke evetiş, qanday mektepke evetiş bu manda bir tallaşlığa uçurduk. 5 yılda bu iş ahirinde Müslümanların özünün mektepleri Beçsana mektepli ba. Şunu bir akır sürüştürüp en yaxşı mektep dep boyu düşüp bizimiz mi? Ben işleydiğen yerim esli Virginia ştatıda. Washington şehri, DC deyimiz. Washington şehri Virginia bilen şu Maryland ştatının aralığıdan. Aralığındaki bir küçük şehir. Şu biz Virginia'da 5 yılda şu balını apırıp ekilip kıldık anda şu Virginia'dan Maryland ştatı. Keyin balaga sal qiyin bo'lib qolganda hozir men qatnaydigan endi shu maktab yaqin hozir piyodalar bordi musulmonlar maktabi hamda shu o'g'il qizlar ayrim o'qiydi din jihatidan kunda islom dini darsi Qur'on lekin arabcha masalan chet tilini arabcha o'tadi muzika resim dersini chiqarib uning islom dini Qur'on darslari bor qolgan matematik fizik boshqa fanlar til adabiyot deganlar o'xshash tarix degan fanlar lekin o'zi ayrim yana men Qur'on ishtirok shunga markazlashib bilman deganligiga men ayrim Qur'on maktabi bor uni o'z oldiga bu shu maktabda o'qigach tamomladimi bunun içinde birisi dersin sırt mektep bor
Agar ham uni sil uzrab ketgan deb o'ylagan bo'lsa, masalan, butun kun Qur'on yodlashga sarf qilib, undan keyin yana odatdagi maktabdagi darslarni yana masalan uyga qaytgancha biz ig bo'lib, bunga o'rgatib, yana davlatning yoki shtatning imtihonlariga qatnashtirishimiz kerak oxirgi kelguncha. Beshida shu aldamay boshlagan, keyin bek so'zlab ketmaslik uchun oxirgi kelgunchadan butun kun asosan Qur'on maktabda o'qib turib, undan keyin boshqa darsni biz o'zimiz uyda oxirida darsni tushgan chog'da o'tib, endi tushgida ham hozir normal maktabga yenib keldi. Endi hozir o'qiyotgan ham shu biz ham da imkon qadar tirishib ham da. Ama oxirgi hisobda hech kimsa taqashmaydi, chunki bir dinni yaxshi o'rgangan odam hamda pandami yaxshi bo'lish kerak aslida, chunki Payg'ambar alayhisolamning hadisida masalan eng yaxshilarni o'qishmagan hadislar eng yaxshi odam deb nurg'ulg'an misolni bergan. Masalan Qur'on o'rganib Qur'on o'rgatganlar deb eng yaxshi odam deb deydi. Undan keyin boshqa insonlarga foyda yetganlarmi deb eng yaxshi ishchilik eng yaxshilarga boshqa insonlarga manfaat eng yaxshi tekkan odam deb deydi. Shunaqa odam bu Qur'on o'qisimi ziyalda mesela o'ziniki faqat din emas, din degan bir hayotning yo'li. Hamma narsa singib ketadimi o'sha? Endi bu bir din degan bir hayot yo'li, ma'lum bir jihatlar bo'lib, yana bir ishlaydigan ish emas. Endi shu buningda imkon qadar shu dinni yaxshi tushunish, o'ziniki endi normal turmush yo'lidami yaxshi elib berish, ham birisini qilqilib, bir tashvishning hojati yo'q. Hem ikisi birbirisi kirişip ketken bir hayat. Aslında ayrılgan narsa emas bu. Ayrılışın hojati yo'q. Ba'zi vaqtlarda işte ba'zi xuddi bizning vatandagi qarashlar xuddi din bilan fan xuddi qarshi shunday ish qilish mumkin. Lekin hozirgacha mesela tadrijiy taraqqiyot nazariyasidan boshqa narsalarda din bilan mesela fizik, kimyo o'z oldiga ketaverdi, matematika fanlari. Mesela hatta nezriye, dini nezriye, tedrici teraqqi nezriyesiga qarshi. Hammasiga qarshi emas. Mesela Allah Taola'nın ismida mi? Mesela evolver deydi, bir narsani davomli o'zgartib degan ism bo'ldi. Ya Xoliq emas. O'qishma mesela 99 ismini bir boshdan o'qisa, mesela yaratquchi va uni davomli o'zgartib elib mang'ichi deydi. Shu ismda mesela hayvonning o'zgarishi, o'z mezgil jarayonida o'zgarishi o tabiiy. Alloh taolo shunda uni o'zgarishiga turtki bo'lgancha. Lekin ham insonlar yani boshqa narsani taraqqi qilib chiqqan deganga qarshi ham shu. Hozirgacha pandemiya aniq bir isbot yo'q. Buni ko'rsatdi. Uni yolg'on nimalarni dalilni o'tirib qo'yib, shu bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Qur'onda o'qisangizmi, ularninki deydig'ini faqat bir yani bir narsani ham aniq emas. Shuna miki degan gapdan boshqa hech qanday gap emas bu. Buni hozir deyotgan gaplarmi endi uni qo'ygan nazariya endi bu tushuntirish kerak. Agar Alloh taolani e'tirof qilmasa, fandiga hamma narsa fan bo'yicha tushuntirma desa, uni insonning qanday kelib chiqqanligini, qanday bir şey paydo bo'lib yashayotganligini tushuntirish kerak. Uni har xil yo'l bilan tushuntirmoqchi bo'ldim. Shu tadrijiy taraqqiyot nazariyasi shunday birsi. Hayotlikning qanday borliq kelganligi, hozir butun barliq insonlar birlashib bir tal yerni masalan yashamaymiz. Bir tal bug'doyni urug'ini yashamaymiz. Shu bug'doyni urug'idan kichik masalan motorlarni nurg'ulg'an, undan yuqori texnikalar yasaymiz. Lekin hayotlikni yaratish Alloh taologa xos bir xususiyat bo'lg'achqa biz meyli qandaylik bo'lsin. Bu bir hayotlik bo'lgan qarash. İnsanlar bo'lgan qarashdan degar endi uni desam shu faqat shu bir yerda to'qinish bor. Agar din chunki pandiki hozir qarash bilan dinniki qarshi shu bir yerda to'qinish bor. Qolgan fanning ishidikimi u bir yerliki meniki darvinizmni ayrim bir darvinizm shu bir shakli. Uni hozirgacha cho'qima 100% deb isbotlab bergan yo'q. Isbotlab berish uchun qanday bo'lish kerak esa shuni yo ko'rish kerak. Masalan bir shaharga bir odam kelib bu shahardagi insonlar shuna tug'ilib bir yosh masalan 0 yoshdan tortib mancha chiqishmida cho'ng'ilib insonlar shuna tabiiy cho'ng'ildi deyish uchun yoki siz shu insonning boshidan oxiri bir insonni ko'rsatib hozir mana birinchi kun tug'ildi, shuna cho'ng'ildi deb
bir başını erib chiqib ko'z chiqishimiz kerak. Agar insonlar shunday taraqqiy qildi degan bo'lsa. Uni ko'z demaymiz, bu hozir tarix deb uni qo'ymaydi. Agar shunday taraqqiy qilib kelgan bo'lsa, uni hammamiz izlari shunday bo'lish kerak. Hozirgacha davomli ya'ni shu shahar odamlar yoki bir bo'lsa shunday ko'zsiz bir odamni ko'zdi, ba'zir bir kunlik bo'ldi, 2 kunlik bo'ldi deb mina cho'ng bo'ladi degan gap. Yoki bo'lmasa 100 ming odamni ko'zdi, mana 1 kunlik bola, mana 2 kunlik bola, mana 3 kun. Hammasi o'xshamagan insonlar, lekin o'xshamagan davrlarda turadi deb ko'rsatsangiz, uni isbot endi. Endi bir jihat isbot. Hozir ham bu mayli panda bu tadrijiy taraqqiyotni odamlik bo'lgan qarashda yo bir insonningki boshdan oxirigacha o'zgarganining tarixi yo'q. Yoki bo'lmasa bu maymun bilan odam orasida nurg'un oraliq bor bu yerda. Odamningki aqli iqtidori, fikr qilish iqtidori jihatdan mayli ya da'vatga mishadni tartib men o'zgarib kelgan desa, abay degandek bir kichik bola mishadni tartib 1 yosh vaqtini 100 yoshga vaqtida cho'ng bo'ldi desa, yoki shu bir kichik bolani to'liq ko'rsib chiqish kerak 100 yilgacha. Ma birinchi kun, ikkinchi kun tushundim. Yoki bu 1 kunlikdan tortib 100 yosh bo'lgan insonlar hamma yig'ilib kelib, mana mishinchi bola odamlar bor, hammasi shuna taraqqiyot kiloz deb deyish kerak. Hozir bu yerda bu taraqqiyot meyada, insonlar meyada bu oraliqda qanday bo'lgani aniq emas, chiqilib shunday bir yo bir shu bir ma'lum bir maxluqning o'zgarganini ko'rishingiz kerak, yo bu oraliqda hamma nuqtalarni tutashtirib chiqishingiz kerak. Mavo 50% bo'lgan vaqtda 60% bo'lgan yerda hozir hamma nimani bor deb ko'rish kerak. Bu jihatdan aniq bir kamchilik bor. Bu rasmiy fan emas, hozirgi fanniy qarash emas. Fanniy qarash bo'lsa bir isbotli bo'lgan, ko'zga bo'lgan bir qarashdi. Oddiy nimaga to'liq tushmaydigan bir din. Buni shu bir nuqta, Darwinizmning shu bir nuqtasini tutib olib, shu dinga qarshi din bu nimaga qarshi? Biz unga ishonmaymiz. Shu bir nuqtadan turib, xuddi umumyuzlik fan dinga qarshi degandek menda ideyan targ'ib qilgan ishlar bo'lishi mumkin, lekin uni o'ylash baqsa faqat shu bir yeri endi chunki bir asosiy nuqta nazardagi qarashda o'xshamaslik. Lekin boshqa bir yani pen texnika bu jihatlarning bir-biriga qarshi va nima yo'q, dinlik yangilikni cheklaydi hamda. Mesela 5 vaqt namoz farz qilin degan bo'lsa, 6 vaqt o'qish kerak, 4 vaqt o'qish kerak, 3 vaqt o'qish kerak. Uningga qarshi, dindagi yangilikqa qarshi. Bu din mukammal bo'lib qolgan din. Lekin dindan boshqa har qanday yangilikqa agar dinning prinsipiga xato, ya'ni tushmagan bo'lmasa, pen texnik tadqiqot yangi natijalarni chiqarish din uning qarshi emas. Chunki din o'zining yangi dinning o'zgarishiga qarshi, lekin boshqa narsaning yani halol qilingan boshqa hech qanday cheklim bo'lmagan yo'lda u o'zgarsa, u o'zining tabiiy insonning taraqqiyotining bir qismi. Demek ki şu Allah Kur'an-ı Kerim'de birinci bulab şu nazil qilgan oyat Iqra bismi robbikal-lazi xalaq. Demek o'qish shundoq-ku, o'qish orqali biz shu qanday narsani yaratganligini shundoq-ku, bu tabiiy fanga aloqador narsa shundoq-ku. Endi qanday o'qish, qanday ishitish bu jihatda nihoyatda bizga Qur'oni Karim aql yurgizmagan insonlarga o'xshash har bo'lamiz degandek shu aqlni ko'proq ishitish, osmonlarga qaramamsa, o'zini badaniga qaramamsa, yegan yemek mevalarga qarab baq deb shunda bu qarash, bu yerdagi qarashning orqasida cho'qim bir jarayon bor, shundaqku, ma'lum bir ilmiy bir fanga aloqador nurg'un narsalar bor bu yerda shu uni sen qarashlar deb emas, tafakkur qilsa, o'yinsa shu ilmlarni. Shundaqmi? Qur'ondagi u nurg'un oyatlar u shu vaqtdagi cho'lda yashayotgan insonlar o'qisimi tushundi. Ham qabul qilib shuni o'ylay oladi endi. Mesela yavatgan yemeklarimizni qarab berganmiz, mesela olmadan birini ko'rgan bo'lsa, olmaning o'sib ketilishi, bir tal urug'dan chiqishi, bir tal urug'da shu olma daraxtiniki barliq qushlar bor. Bir tal urug'ni tergandan keyin shu yo'g'inab yupurmoqning qanday shaklda bo'lishi, daraxtning qanday shaklda o'sishi, mevalarning qanday tushishi, bir tal urug'da hammasi shu mujassam bo'lgan narsa. Biz yani biz hozirgacha mesela shu payg'ambarning shu vaqtda hadisdan bor, kofirlar mayli qanday qilishdan qat'iy nazar bir tal o'zidan bir urug'ni yashamaydi deb hadis var. Şu vaqtdagi insonlar tushunsin, o'ldirdim shu qanday bir jonsiz narsaniki o'sib, ya'ni keyin meva berib, yani davomli ishtiqolligi. Mesela uni degan bo'lsa, mesela shu vaqtda tushunish bo'lsa, hozir mayli o genini tushunamdi, mayli qanchalik cho'nqur tushunsa shunchaki yaqin keldi yana. Endi shu vaqtdagi insonlarmi uning
Onun kalısını yani kalısını sığınmaydigan narsa mesela bir en addi gap mesela. Kur'an'da Allah Teala'nın ayetlerinin bir şey keçilerini gündüzge kirgizdi ve gündüzünü keçi kirgizdi degan ayet var. Şunaqa addi anlash addi gap. Agar ham o'ylasangiz to'g'ri va kunduz bo'lsa asosda kechiga kirdi. Yani qarong'uldi, qarong'i shu keyin yo'riqlishi deb o'ylaymiz. Asli arab tilida va degan aqdan kelishi mumkin, lekin tang shu vaqt bo'lishi mumkin. Shu Nochada agar yer shari qarasangiz shu o'xshash bir vaqtda bir qism yerlar kechi kirdi, bir qism yerlar kunduzga chiqdi kechi. Hem uni u vaqtdagi insonlar undan tushunmagan. Hozir biz yer sharining cho'glaydiganligini ko'rgandan keyin, lekin va degan shu qo'shin ulash so'zi aslidagi bir yer turadigan odam avval kun ishqil bir kunni kunduz bo'ldi, asti qorong'i tushdi, yana so'lab tartib bo'yicha tushungan bo'lsa, hozir qarasangiz tang bo'layotgan ishni tushunadigan bo'ldi mesela. O'xshash bir sekundda, o'xshash bir soatda kunduz bo'lgan ham bor, kecha bo'lgan ham bor. Kunduzdan qorong'ilik kirib qolgan yerim bor. Qarong'ilikdan kunduz chiqayotgan yerim bor. Cho'q to'xtamay chiqib turadi. To'g'ri. Unda tushunsin. Yo'q bo'lmasa shu vaqtda mesela Rimliklar yengildir Rim so'zda mesela g'ulubati Rum degan chaqda fi adnal ard en yaqin yerda mesela adni degan hem yaqin hem pes. Shu vaqtdagi xalqning tushunchisida arablik en yaqin yer shu Rimlikning shu zamini o'g'achqa hozirgi uylik dengiz atrofidagi yerlar. En yaqin yerda deb tushunib ekan. Hozirgi tushunchada shu yaqin bo'lishi mumkin, lekin so'zning ikki ma'nosi bor, birisi yaqin, birisi eng past. Endi hozir qarasa shu bo'lgan urush bo'lgan yer dunyo bo'yicha qurilgan ichida eng past, to'van yer. Dengiz yuzining eng to'van yer. Endi shu vaqtdagi odamlar tushunsimi, shu o'zining tushunchasi bilan tushuna oladigan. Hozirgi fan texnika, masalan, bu bir odam yer shar matlata hozirmi sizga birisi $1 million pul hozir hech qaysi yerni uqmaymiz, yang tuva yerni. Siz charlab chiqing desa, siz yer sharning ham yerini aqtirib chiqishingiz kerak. Qaysi yer dengiz yuzini avval shu apparatni tepishingiz kerak. Ondan keyin shu apparatni ko'tarib hamma yerga berib o'lchab chiqish kerak. Mana dengiz yuzini tuvaligi manchasiga yuqorliq manchasi deganda. Bu vaqtida unda nima bo'lmagan, insonning tushunchasi shunchalik endi lekin shu insonlar shu tushunchasi bilan ya'ni shuni qabul qildi. Ilm-fan taraqqiy qilib bilan bizga yani yangi bir bulungdan, yangi bir yo'nalishdan tushuncha hosil qilishga endi texnik yo'l ochildi. U yani hech qanday degandek endi eng tuvan qismi deganga ilm-fan taraqqiy qilib shuni o'lchab chiqqandan keyin yana xalqning tushunchasi yana to'g'ri. Yani shu Qur'onning gapi yana o'xshash bir gap, lekin aslida yaqin degan tushunchadan eng tuvan degan tushunchaga ikkilisini biz qabul qilamiz. Chunki ashiya hem Arablik yaqin bo'lib qolmasdan yeriga. Dengiz yuzining eng tuvan yer degan gap bo'ldi. Bu vaqtda men abay degandek ham shu vaqtda hech kim buni bir o'lchab chiqgan iqtidor yo'q. Masalan, yer yuzining eng tuvan yer deganni. Hozir nurg'ulgan davlat o'lchab, bir shaxs qilib bo'ladigan ish emas. Yer shari bo'yicha o'lchab Maya eng tuvan ekanligini o'lchash ham hamma yerga berib chiqishingiz kerak. Buni bir nurg'ulgan insonlar aqtirib, tekshirib, Maya tuvan ekanmi, endi dengizni yuqori ekanligini tekshirib, endi shundan chiqqani shu o'lik dengizning atrofi. Lekin shu oyatdagi deyilgan chaqda bu anglashga oson. Shu vaqtga odamlar tushundigan. Hozirgi yangi fan texnikaniki shu taraqqiy qilishi bilan texnik ochiq tushunishlar hozir texnik aniq bo'ldi. Lekin balki buni davomli endi oyatlarni biz ularning ishongicha biz davomli oyatlarimizni ko'rsatamiz degan. Yangi taraqqiyot bilan yangi tushunchalar paydo bo'lishi mumkin, lekin demakchi o'g'lim endi bu ya'ni din bilan fanning taqishib qolgan abay degan Darwinizmning bir qism qarashdan boshqa hayvonlarga nisbatan o'chiq ma'billik manda yerda yashayapsa manda o'zgarmaydi deb tura olmaymiz, lekin faqat shu Darwinizmning bir tar bir qismidagi insonlarning qanday paydo bo'lishiga qarshi. Lekin boshqa haqiqiy fan bo'lsa, u dinga qarshi yeri yo'q. Chunki aşı tədrici taraqqiyot nazariyasi u haqiqiy fan deb o'ylamayman chunki bu yerda. Ya bizga hozircha aniq isbot yo'q. Abay isbot ko'rish uchun shu men degandek yo u to'liq ko'rsatib chiqish kerak, yoki bo'lmasa hamma
Hem teraqqiyat derecesindeki hem bağırlık hem de xuddi bir peştaxtak yazılmışsa peştaxın hemmisi bu peştaxın birinci peştaxını meye koyup yani 1000 qadamdan keyin meyada bir peştax var deb, onu kim ish qilib mujnavlab bo'lib qoldi deb hozirgacha meki gap. Uni pentetqa haqiqatan pentetqa qilmoqchi qilmagan odam bo'lsa, uningga gumonlanish kerak. Ya hech qanday orasi bir narsa yo'q. Bu to'satilgan yuqori bu aqliy iqtidorga ega insonlar bor. Ondan keyin bu orliqda hech qanday bir orim to'shtirgan nima yo'q. Bu varlıktaki mesela insanın 50% aklı var mı yok, 90% aklı var mı yok. Yani bir nativen bir derecik hayvan bilen yani bir yukarı Allah Teala biz yani mükerrem kıldık diyen bir insan ağırlığında nait çoğun fark var. Bu çoğun farkının saçtırgan işim yok. Fakat bir kurup bir kısım neziriyeler mandamiki dep. Aytgan neziriyeden başka neziriye olmagan diken. Bu penni cihetinin bir kısmı. Mesela dinleyen bir karı yok bir insan kelip bunun karsa bunda xeyli çoğun bir yuçuk var bir yerde bakışkanda bir bizden için şundan meki deplam ötep etken yuçuk. Penni cihetinde bir resmi penni qaraş emas bu. Şu Amerika'daki İslami muhit doğruluk, ondan keyin ailenizin emes doğruluk, balalarni tarbiyalash doğruluk, yerdagi muhitlarning bahikelik doğruluğunu söyleyip verdiniz. Bunda pek akıraydı bala. He? Yarım saat oldu. He. Az kaldı hazır. Tokstamdık ya kadar kılımız. Yulgun türleri ve hemkarlık doğruluk. Az kaldı. Edem sabır kılın, sabır. O adamın bir yerde yok, keçide ikinci. Yaman kattınız bir sizden. Biz ayada. Siz mayada oturgandınız, biz siz mayada oturgandınız. Asta çaytar. Onu dep tusan oldu mu bunu? Vaqirab, jaqirab qilib tursanlar, yerda biz bu yerda qo'qib ketib, deydigan gapimizni demay qoldik endi. Endi nayt yaxshi suhbat ketib bordi. Hamda şu yulgun türleri ve hemkarlık to'g'risida sizin yulgun to'g'ringizda men burunmi ko'rgandim. O'sha tür plan to'g'riliq gaplarni shu tunji bo'lib sizninki nimangizni ko'rdim. Uzun yillik bir planlaringiz bor ekan to'g'ri shu yulgunda qaysi turlarni elbette o'ylayapsiz. Endi bundan keyin sen bir hemkarlik bir ish qilish imkoniyati bulamdi yo'qmi? Bu to'g'rida bir so'zlab bersangiz. Aslında nurgulluğun piyarlı batem yoğurtça köplüğün türle kılığın işleyeceğim. Yakın özüm sen matırmış şeyden aldırışan başka. Özüm yulgundaki yoğurtça bir tep kılığın yoğurtça münasebetlik türle birden bir kılığın işlemesem ben başka. Türlem var. Yani biz azırım yoğurlarla bir vasıta münasebet olmayan özellikle kılığın türle. O hizmet, turmuş, onun uşuk başka türlüden özel misallar işlep kaldım arlıktan. Birinci sebep. İkinci sebep ben uygurluğundan bağlı arlık. Asasi bir mühim tekniklik mesele bir akır el oldu dep oyladık arlıkta. Yani nurgul kılan işler var. Meyle mesela OCR teknik seminin süretin tekstine mesela eleş avaz tekstini eleş, tekstin avaz çıkarış mesela kitabında bir tekst olsa onu okup birdiğen alet değil mi mesela? Yani bir sayılangan bir tekst mesela kitabınınki suretler olsa onun tekstini eleş meyle kol yazım bulamda meyle bu bir kadar mürekkep türler. Bu cihetlerle bir kança ben otomatik tercüme Uygurca başka tillarda onlar mı İngiliz dili mesela bir kança. Bu bir kısım türünü oylaşkan. Hem
mesela avtomatik tercüme kısmını misal alıp aytsak, endi bir sözünü tercüme kılış için düşününki sözününki Türk jiltize, qo'shimchalar, mesela Uyg'urchada so'zlarni aytdi ko'p turildi. Mesela ismlar nurg'ulg'an necha yuzlagan, mesela bir ism bo'lsa, mesela at degan bir ism bo'lmasa, mesela atni, etimizga degandek endi turlari ko'p. Undan keyin so'z tavishning ojizlishi bor. Bir qism so'zlarda bor, bir qism so'zlarda yo'q. Bundan keyin bir qadar qo'l tutadigan ishlarimiz yo'q bu jarayonda. Mesela bir so'zningki jildini tepib chiqish, uni ma'ni qo'shilgan qo'shimchalarga asosan uning ma'nisini avval tanishimiz kerak. Bularni fe'l hamda Uyg'urdagi fe'lning turilishini aytib ko'p necha minglagan. Mesela bir ishni qilishgan bo'lsa, qilyapmiz, qildik, qilmoqchi, qilmoqchikan, qilayotganligimizga degandek, qilmayotganligimizga degandek, hamma gapni shu ma'nisini tarjima qilish uchun shuni ajratib bu nima ma'no bildirganligini hamda bilish kerak. Buningda bir qism tadqiqotlar bor. Yani to'liq olmagan bo'lsa, lekin bu jihatdan shu tadqiqotlarga asosan hamda avval so'zningki ma'nisini jihatdan avval so'zningki shu morfologik qurilmasidan so'zningki bo'laklarini ayirish, shunga asosan ma'nisiga asosan undan keyin so'zning jiltizi va o'zgarishiga asosan undan keyin yana tarjima qilishga birinchi qadam hamda u. Ikkinchi qadam jumlaning qurilmasi bor. Jumlaning qurilmasi asosan ma'no o'zgaradigan ish bo'lgandan keyin jumlaning qurilmasini sintaktik deymiz, ham shu o'zimizda deb olgan. Chunki jumlaning grammatikalik, sintaktik, morfologiyalik o'zgarishlarni hamda nimqan shu tayyorlangandan keyin programma uni tarjima qilishga undan keyin yo'l ochildi. Bu jihatdan mesela morfologiyalik analiz bilan sintaktiklik analizga hamda bir qism qo'l tutadigan ishlar, undan keyin yana matematiklik modelni qurish, shu jumlaninki qurilmasi to'g'risida, shunga asosan nima ma'no ifodalamoqchi bo'lganligini shunga asosan keltirib chiqarish kerak. Bir misol ham shunaqa. Bu jihatdan meningcha o'zim bir shaxsiy ko'pincha ishdan sirt vaqtida qilgan turli o'g'achqamdi, ba'zi vaqt turliga jiq vaqtlar yetolmay qoldim. Bularni qo'l tutadigan manda, mesela eng oddiysi mesela so'zning turilishini qanday qilmaydi degan chog'da, uni bir Uyg'urchani bilgan odam o'tirib, "Ma so'z turilindi, turlanmaydi, turlansa, manda turlandi" deb uni belgilamasa, kompyuterda uni qilolmaydi. Chunki ba'zi so'zlar Uyg'urcha turilindi, mesela ba'zi so'zlardan ma'nosiga asosan o'xshamagan turilindi. At desem mesela, ama eti dedik. Etin at diyen dikes, at demey, eti diyen gibi türlü şu acilişi, şu aciliş diyen gibi. Melike mesela dava olsa, davası olsa, onu acilişmeydi. Mesela bala ölen, balası olsa, mühendislik esasen, kanda acilişim, şu mühendislik esasen bulan mesela. Şuna konuşalım bu bunun kadar kol tutan işler çıkan olsa, bunun şunun imkanlık lazım çıkışında. Bulamanda çoğun tipteki yapılan işini kıldığın. En adlisi mesela müşüsü, tercüme, otomatik tercüme kılış, sözünün ki mənacı, mesela turun işaretin, Allah, nurgulduğun tetkik neticeleri gerek. Bir adam şahsi mesela ben tilçine sonmağındı ki, bazı vaxtında başka işlerin kan tetkik neticeleri muhtaç yapılan işli var. Onun bir eşi. Onun için haber yerine buna kol tutan işliden imkan kadar cik edemli birleşip, üzeri hatalıkını, doğru hatalıkını tekşürüp. Çünkü bir adam bunu tüzse, lazım sazılık ölçemleştirse tüven boğaçka bir adamın imlasıyla bir milletin imlası tüzülüp kalmaydı. Belgilemesi gerek. Mesela ben özümün öz aldığımda bir kere mesela maaş bana türlü desem, bazı vakit bana aziliş desem, olamı evlen i'nin arasındaki mesela Uygurca'da 3 taviş var. Mesela i 3 taviş. Türkçe'de ayrılış mümkün. Uygurca'da biz bakın 2 taviş işletemeyiz, 3 taviş emniyet. Emniyet 3 taviş var. Uçuk. 2 taviş derken şu bir kısım bir köpünç hata olmuşlar pedagoglar. Boğan evalasıdan da bunun nurgulgan edemler ten katmışıp ortak kabul kılınған bir alet kekliş için selin vakti geldim. Şuna başladı. Ben köpünç vakıldam da uçuk emkarlaşıp kılgan işler var. Bir kısım evalası da emkarlaşmada başlaşıp
Ondan keyin oxirida ko'pincha vaqt chiqib to'xtab qolgan ish bo'lsa, men ba'zida o'zim o'ylab, men o'zim bu hamkorlashishga qilgan vaqt sarf qilib, boshqalarni söyleshib qilgan vaqtni o'zim qilgan bo'lsam-mi, mana shu tuydigan ishlar jiq bo'ldi endi. Beshta qiziqish bor. Meylenin ait işte kızgın qatnashimiz, lekin bir mezgildan keyin yo'qolib ketadigan javob, masalan, ba'zi ishlarga nurg'ulgan, masalan, xatli keldi menga. Mana manda qilg'imiz bor, mana qisqalab ketgan. Men uni javob qaytargandan keyin uning javobi yo'q. Masalan, men manda bir til lug'atni qilmoqchi edim, menga yordam lozim degan bo'lsa, unda manda qilib, meyaga ekandan keyin yana oxiri manda qildi deb javob qaytargandan keyin u javob yo'q. Ya yo'qolib ketdi, ya masalan ba'zi javoblar bir 2 yildan keyin keldimdi. O'sha yerda hamkorlik masalasida masalan hozir nurg'un shirkatlarda o'sha teamwork guruh bo'lib, shu hamkorlashib ishlash jihati atoyib tarbiyalashib bordi shu. Mana işte hamkorlashib qilgan chog'da manda bo'ldi, manda qilgan manda bo'ldi. Amaliy misollar bilan tushuntirib shu bilan shu qildi. Sizcha masalan bizning Uyg'urlardagi hamkorlashib bir ish qilishga qarata bir nima hamkorlashib ish qilish qarta bo'lgan tushunchasi biroz hali ojizmiki deb o'ylayman. Belki umumancha eng beshidan birinchi bo'lib o'zimiz bir ishni boshdan chog'da shunga loyiq shunchaki iroda bo'lish kerak, mana shuni qilib tugitman, natija chiqarman deydigan. Undan sirт, undan keyin shu hamkorlik ro'y bo'lish kerak, boshqa men bunday qilsam. Undan keyin bu boshqur san'ati deb alayda jiq deydi, bo'lib Amerikaga chiqqandan keyin masalan vatanda ko'pincha ishlar shu belgilab bergan siyosat bo'yicha, shu boshliqning xohishi bo'yicha, agar siyosat ochiq qarshi bo'lmagan ish bo'lsa, shu ishlar bilan yuz beradigan bo'lgandan keyin unda ishlar bakjiq hamma o'zim vatanimda ishlab boqmagan, bilib ketmayman, lekin mening his qilishimcha mana shunday xohishli jiq. Endi Amerikada iqtisodiy manfaatni ko'pincha iqtisodiy manfaatni qo'g'lish qilgan shu bo'lgandan keyin bu jihatni imkon qadar qanday yaxshilaymiz, umumiy bir shirkatni qanday mangdiramiz, guruhni qanday mangdiramiz, o'xshamagan kichik guruhni qanday bu jihatni jiq tadqiqot bor. Masalan, savdo boshqarish kasbi deganlar masalan xaljiq nurg'un ixtisos qadamlar faqat bizning ma'lum bir yakka tipdagi bir qism markaziy qilmasin, nurg'unlagan bir shirkatni umumyuzlik o'xshamagan bulonlardan qarab qanday yaxshilaymiz deganga bo'lgan tadqiqot mijaq, mana shunga loyiq ilmiy natijali mijaq. Undan keyin amaliy tajriba mijaq bo'lgandan keyin shu orqali kengaytirish deyman. Bizda menimcha bu jihatdan bir qadar ojiz. Tarbiyani qilgan ish olib. Yana bir ham bevosita iqtisodiy manfaat uchun emas, ko'pincha shu o'zimiz ishdan sirt millatniki manfaat yetkazib qilishimiz mumkin degan o'yda qilayotgan ish bo'lgandan keyin bu endi sal bir irodamizni chiqara qilsak, masalan shirkat ishli bo'lsa, bir ishni yaxshi qilib qilgandan keyin ya u shirkatning ishi yaxshi manga doimiy manfaat, bevosita iqtisodiy manfaat bor edi. Bir adam yaxshi boshqarib qilsa, uni boshqarish asosini yaxshi mang'an bo'lsa, tizlar, masalan, iqtisodiy jihatdan manfaat yeydigan ochiq tiz. Biz meyadan o'zimiz ishni sirt qilayotgan ishlarga nisbatan endi niyatimiz ochiq bo'lishi kerak. Masalan, unda bevosita foydali deb qilayotgan ishim bo'lgandan keyin bo'lsa, yana bir sen odatdagi qolgan ishlar bir odat. Men demoqchi, abay demoqchi, odatdagi bir odamgarchilik jihatdan aytmoqchi, bir odamga sen birinchi savol so'ragandan keyin uni javob kelgandan keyin hech bo'lmaganda rahmat deb qo'yamiz deymiz, men oxiri menda olam. Men javob berman deyish kerak. Ya mana men shunga men hozir menga nisbatan masal nima qo'yayrim, ko'pincha ishlar oxiri chiqmay tuyib qolgandan keyin menga nisbatan hech qanday qizg'inlik yo'q, jiddiy boshqalarga javob qilib mashina menga. Ko'pincha abayendek men 10-20 100 ga qadam xat yozsam, men uni jiddiy masalan shu 1-2 kundan ichida qilishib masalan ma'lum bir mazmunni deyishmoqchi bo'lsak, tugisa shundan tugaydi. Bo'lmasa ba'zi vaqtda men aqalli 1-2 yildan keyin javob qilgan ishlar bor. Bir xatni men yezib, ondan keyin 2 yil, 1 yildan keyin 2 yildan keyin o'tganda mana deyishgan, mana oxirida mana bu bo'lgan bir taraqqiyot olib ketgani yo'q bu jarayonda. Lekin men shuni ishni tutishim kerak. To'g'ri 1 yil burun men mana deyishgan, mana oxirida mana deyishsak o'tgan deb
bu jihatdan. Şuna menimcha azroq fedakorlik bo'lish kerak. Balkim jiqroq, texim jiq. Andan keyin shu o'zimizning niyat ochiq bo'lish kerak. Nima ish qilmoqchi bor qilib, masalan, yana iqtisodiy manfaatni qo'g'dishib qilmoqchiman. Boshqa qilmoqchiman. Shu o'zimizning niyatimiz ochiq bo'lib, bir yaxshi bir millatga foydali ish qilamiz deb o'ylashgan ekan, menimcha sal bir fedakorlik ko'rsatib, men tirishib qilsak, andan keyin men bir hamkorlik qilmoq, o'zimiz aktiv holda kichkina ziddiyatni so'yib chetnab ketadigan ishdan saqlanib hamda o'zimizni sal bir umumiy jihatdan organize qilishimiz, o'zimizni retlab ish usullarimizni menimcha shular qilib maqsad unumli yuqori bo'lishi mumkin. Shu sizmi shu qaysi turda hamkorlash to'g'riliq planlaringizni shu yolg'on to'g'rida yozib qolibdi ekansiz. Agar bundan keyin balki meni yangi fikrlar o'rtaga chiqishi mumkin. Shu www.yolg'on.com ga kirib, shu turlarga, yolg'on turlariga qarasanlar, u yerdan ko'ra olasizlar. Yana degandek, masalan, ba'zi xatlarga bir yildan keyin javob kelishi yoki bo'lmasa javob bergandan keyin uning javobini ololmaslikka o'xshash bir masalalar saqlanib, bu hamkorlikningki nimasini so'zib o'tadigan bunda bir ishlar bor ekan. Bu to'g'ri men qisqacha bir narsani o'qib o'tayim. Masalan, Turkiya, men bir un zavodida ishladim. Kunda ular 2000 tonnadek buğdaydan un chiqardi shu. Buğdayni nimadan keldi? Rossiyadan keldi. Bu Afrikaga, hatto shu Malayziya, Indoneziyaga sotadi unni shu. Bu shirkatning tashqi savdo bo'limi bor. Buning boshlig'i shu kelgan xatlarga bizga darhol javob berish to'g'riliq uchun. Maxsus bizning qilgan ishimiz, xaridorlar bizdan birdan so'raydi, shundaymi? So'ragandan keyin darhol uni javobini beramiz shu. Bunun bo'lishning sababi balkim shu dollardanki yoki bo'lmasa buğdayga munosabatli baholar o'zgarib turdi emasmi? Naq shu vaqtda javobini bermasak, keyin bu baho o'sab yo'qib ketishi mumkin, nurg'un fursatlarni qo'ldan berib qo'yish mumkin-chi. Ya'ni o'xshash ishni qilayotgan shirkat bu dunyoning tugmani holatiga kelib qoldi Turkiya-chi. Boshqa shirkatlar bor tugman shunday nima chiqaradigan-chi, uni sotadigan-chi, uni ishlab chiqaradigan. Ularning bizniki eng cho'ng ortiqchiligimiz nima? Xaridorlar shunday dediki, biz sizlarga hozir xat yozsak, darhol shu bir kunning ichida bek kechib kelsa aytsa, yo'q bo'lmasa shu vaqtning o'zida biz-chi bahona ola olamiz deydi-chi. Bu demak, bu xaridor shunday bir xat yozgandan keyin bu shirkat menga ataydan menga javob beribdi meni ko'dangmi? Tabii boshqa bizdan so'ramaydi bu bahoni-chi. Bizga o'xshash nechilagan shirkatlar bor shundami? Ular xat yoz, ularning javob kelmagan yoki-chi. Shu ham bir hozir internetda, WeChat, o boshqa binansalar, imzolardan chiqdi. Shunda bo'lsa meni email, xatninki, maktubninki alayda o'rni bor. Çünkü siz bir adamga xat yozgandan keyin uning sizning kelgan javob asosan haq sizga qarata mana bu e'tibor qildigan yoki hamkorlashsak bo'ladigan bo'lmaydigan degan mana bir narsa paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning qarindoshlar, shunday doktor Muhammad Abdulla qarindishimizdek yoki bo'lmasa boshqa qarindoshlardek boshqa o'qigan odamlarimiz bilan yoki o'zaro bir email xat aloqa qilgan chog'da shu nuqtaga qattiq diqqat qilsak, qarshi tarafniki xatiga vaqtida to'g'ri javob berish yoki vaqtimiz bo'lmay qolsa, hatto avtomatik javob qaytaradigan bir xil nima bor-chi, uni odatda shirkatda qat'iy ishlatkizilmaydi-chi. Cho'qim odam javob berish kerak-chi. Mening vaqtim yo'q yoki bo'lmasa xatingizni topshirib oldim, hozir biroz jiddiy ishim bor edi, men cho'qim buni javob beraman debchi. Chunki bu aloqa, internet bu narsalar vaqoga chiqmadi. Bir-birimizle aloqani kuchaytirish uchun bo'layotdi. Ammo telefonlar qancha aqlliqlashgan sari insonlar shuncha aqlsizlashib ketib bordi deydigan bir gap bor-chi. Bu texnikadan yaxshi foydalanmaganlikning oqibati hamda-chi. Biz bu texnikalar, bu kompyuter, internet binasalar, bu programmalar, shu aloqa shunday-ku o'zaro munosabatni nima qilish uchun bo'layotgan ish bo'lgandan keyin buni diqqat qilsak, shuning bilan bugungi ilmining zakitni berganlar nomli programmamizning 3-son mush yerda oxirlashdi. Biz yana shunda Mail Akademiyaningki xalqaro ilm muhokama yig'iniga kelsin yoki Istanbulga sayohatga kelgan bo'lsin, mushta allarimiz kelsa, biz doim ularni xalqimizga tanishtirishga, o'qiyotgan o'quvchilarning qalbida biroz bir texnik yaxshi o'qish, yuqori o'rlab
ilim-fen gücümüzü aşırış üçün, milletimizin sapası yukarı götürüş üçün, kelgüsüde texim yaxşı bir seviyeye geçiş üçün biz şurada alınımızı tunuşturuşturmaya davamlaştırıyoruz. Bizde kollap kuvvetli yıllaşıyor. Rahmet. Rahmet sizin Doktor Muhammed Abdullah efendim. Allah razı olsun. Şuna kılıp bugünkü programımız Mişel ayıqlaştı. Rahmet bu kameraman qarindaşlarga, başqa bu işler hamkorlashib tutgan barliq qarindaşlarga chin yolumuzda rahmat aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.